York City's death toll continued to rise amidst the COVID-19 outbreak, some hospitals have taken desperate measures to deal with the surge. Bodies of the COVID-19 victims were seen loaded into a refrigerated truck using forklift outside Brooklyn Hospital Center over the weekend as the state's death toll now passes 1,000. British news agency The Independent reported the reason behind using these trucks were because of the inability of the hospitals to house the increased number of bodies in their built-in morgues. As of Monday, more than 66,000 people have tested positive in New York and 1,280 New Yorkers have died from the virus. As New York City's death toll continued to rise amidst the COVID-19 outbreak, some hospitals have taken desperate measures to deal with the surge. Bodies of the COVID-19 victims were seen loaded into a refrigerated truck using forklift outside Brooklyn Hospital Center over the weekend as the state's death toll now passes 1,000. British news agency The Independent reported the reason behind using these trucks were because of the inability of the hospitals to house the increased number of bodies in their built-in morgues. As of Monday, more than 66,000 people have tested positive in New York and 1,280 New Yorkers have died from the virus. Assalamu alaikum, vatandaşlar. Amanda salamet yaxshi turinglarmi? Jasorat munbirga xush keldinglar. Mush kunlarda Didor g'animat degan gapniki qadrini bakroq bilyapmiz qarindoshlar. Ko'rib turibmizki, hozirgi videodami mana New Yorkniki ahvolni bir qo'l ko'rib chiqdik. Hozir garchi siz o'qning ovozini anglamagan bo'lsangizmi, zambirakning ovozini anglamagan bo'lsangizmi, hozir biz urush mazgilida yashayapmiz. New York'taki ahvol bay ko'ringlar. Kunda degidek 1000dan ortiq odam o'lyapti. Bu jasadlarni bartaraf qilish tas bo'lg'ach, hozir ko'rsatgan videodagidek uzundan uzun burun tonnalab go'sht to'shiydigan mashinalarda jasadlar to'shilyapti. Buningki sababi biz o'tgan qatimki programmada o'tdik. Buningga butunlay sababchi bo'layotgan yana shu nejis Xitoy virusi. Endi bu dunyoviy ofat bo'ldi. Xotirjam odam yo'q. Dunyoda hozir bir sada chiqyapti. Ya'ni buning hisobi so'ralishi kerak. Buning jinoyatchisi kim? Bunun sebepçi kim? Onun da hesap soruluş gerek deyilyapti. Endi bugun qarindoshlar bu hesap qanday so'riladi? Ya'ni so'rilish darajasi qaysi darajada bo'ladi degan temada suhbat olib boramiz. Bu suhbatga o'tishdan burun hozir Amerikada bir sada kelyapti. Mayli Amerikaniki Oqsaroydan bo'lsin va yoki shu harbiy qo'mondonlik bosh shtabi bo'lgan Pentagondan bo'lsin bir sada kelyapti. Ya'ni urushga tayyorlik qilish kerak degan bir sada kelyapti. Bu sada qanday deganda biz yana bir qisqa filmni ko'rib o'tamiz. US must be ready for military clash with China, Pentagon official Chad Sprague says. The United States must prepare for a possible military conflict with China by developing new weapons, strengthening ties with allies, and improving the Pentagon's efficiency, a senior Trump administration official said on Thursday. The stakes of the challenge of conflict with China, in other words, are formidable, said Chad Sprague, Deputy Assistant Secretary of Defense for China. This is a long-term process. We have to be agile, smart. The People's Liberation Army is an increasingly formidable adversary that is marrying long-standing ambition with unprecedented new resources, Sprague, the former U.S. defense attaché in Beijing,
told the US-China Economic and Security Review Commission. This is allowing China and the PLA to expand the military's global presence, modernize its capabilities, and more effectively challenge US national interests, he added. As China expands its... Yani bu film yakında işlengen Amerika tarafından işlengen hücretlik film. Bunun da aniq deyilgan. Amerika armiyasi Xitoy bilan urush qilishga tayyorlik qilish kerak degan mazmunda ishlangan videoga. Buning tafsilotini to'rdan tepib ko'ra olasizlar. Vaqt munosabati bilan buning hammasini to'liq ko'rsatmaymiz. Bu hozir Amerikadan kelayotgan sada. Undaqda Xitoy nima deyapti bu jihatda? Buningda mana Shi Cho'shqiniki bir chaqirig'i bor ekan, Xitoy xalqiga. Buni bir ko'rib o'taylik. 政治方向，各单位要时刻准备打仗，强化战斗队意识，坚持战斗力标准，集中精力研究军事、研究战争、研究打仗，做好军事行动各项准备，保持高度戒备状态，时刻听从党和人民召唤，忠实履行党和人民赋予的神圣使命。各单位要抓紧提升作战能力，适应一体化联合作战要求，适应新体制新编程，锐意改革开拓创新，提高部队科技含量，发展精锐作战力量，加强实战化训练，增强。 Bu Shi Cho'shqiniki yaqinda 3 armiyasiga, ya'ni havo, quruqliq va dengiz armiyasiniki ofitserlariga qilgan nutqi. Buningda aniqla da'vatida o'sha Xitoy hammaydan urushga tayyorlik qilish kerak deydi. Ya'ni vaziyat shu qadar jiddiy. Bu ahvol ilgari ko'rilib boqmagan. Ya'ni bu ochiq oshkora holda Xitoyniki markaziy televiziya stansiyasida Shi Cho'shqin chiqib, ochiq oshkora holda 3 armiyasiga urushga tayyorlik qilinglar. Ham yuqori sifatli urush qilishga tayyorlik qilinglar degan chaqiriqni chiqarishi bu ilgari ko'rib boqmagan ahvol. Undan boshqa yaqinda shu bir maska taqib olgan bir Xitoy nimada chiqargan, YouTube'da chiqargan videosidan qaraganda Xitoyda hozir bir chaqiriq e'lon qilingan. Ya'ni 19 yoshdan yuqori yoshlarning hammasi o'zini harbiyga tizimlatish kerak, cho'qim tizimlatish kerak. Agar tizimlatmasam qattiq jazolanadi degan bir quturish chiqarilgan. Buning ichida butun mamlakatda deganida albatta Uyg'urlarning uni ichida bor. Endi bu Xitoy o'zining muloyisida deganida Xitoy urushga tayyorlik qilyapti. Hozir endi urush boshlanib qolsa, shu yoshlarni oldi bilan oldingi safga chiqarib qo'yib, ularning bir mazgil qirilishdan keyin o'shiga kelib, andan keyin Amerikalar urush qilmoqchi. Ahvol nihoyat jiddiy deb uqtirish chiqarilganligini, hamma o uqtirishlarning asl nusxasini programmasida ko'rsatgan bo'ldi. Undaqda Amerika Xitoyni rostla uramida qandaq? Bu haqda bugun do'stlarimiz bilan nima qilamiz? Muloyiza qilamiz. Bu urushniki ehtimoliy nagacha bu urush qo'zg'alamdi. Agar qo'zg'alib qolsa, bu urush qo'zg'alib qolsa Uyg'urlarga bo'lgan ta'sir qanday bo'ladi degan temada bugun yana do'stimiz Abdurahimjon va Umid Sabir bilan bu haqda o'zimizning muloyizasini yaparmiz. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat yaxshi turdinglarmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jasorat munbirga xush keldinglar qarindoshlarim. Bugun yana bir yangi temada sizlar bilan muloyiza yaparmiz. O'tgan qatimki programmada
şu xitoyparastlik milliy ruhning ojizlab ketishi to'g'risida programma ishlagandan keyin qarindoshlarimizdan nihoyatda yaxshi inkoslar keldi. Mushu qarindoshlarimiz bilan pat-pat suhbat qilib tursangiz, bizning hozir mushundoq muloyizalarga, mushundoq fikrlarga bak ehtiyojimiz bor deb qayta inkoslar keldi. Bundan nihoyat xush bo'ldim. Chunki hozir vaziyat nihoyat keskin qarindoshlar. Bugun hamda men dastlab ko'rsatgan ikki videoda mazmunidan qaraganda ikkala taraf urushga tayyorlik qilayotgandek bir vaziyat mavjud. Ya'ni Pentagonninki ishlagan videosida Xitoy hozir askeriy kuchini uzluksiz kuchlantirib ketyapti. Hem atrofdagi davlatlarga tahdid bo'lyapti. Şuna Amerika çoxum Xitoy bilan yuzturani urushga tayyorlik qilish kerak deb bir chaqiriq chiqargan filmga. Uningga masalda Xitoyniki prezidenti Shi Choshqa o'zlarining armiyasini yig'ib, ochiq oshkor holda urushga tayyorlik qilinglar deb chaqiriq qildi. Hem ba'zi uchurlarni egallashimizcha bayda o'tgandek, hozir butun shu Xitoy miqyosida 19 yoshdan yuqori bolalar yoshlarniki hammasiniki askarlikka tizimlatishi majbur deb e'lon qilingan. Ya'ni tizimlatmaganlar jazolanadi degan bir uqtirish chiqarilgan. Buniki asl nusxasini ko'rsatdi, videoda ko'rdik. Demek ki bu korona Xitoy virusi krizisidan keyin bu programmani bir şey deb o'tgandek biz hozir haqiqatan urush mezgilida yashayapmiz qarindoshlar. Masalan Donald Trump hozir o'zini aniqla qilib, men urush mezgilidagi prezident, hozir wartime president deb atadi o'zini. Gerçi bizda zambirak o'q ovoz kelmagan bo'lsa, haqiqatan urush mezgilida yashayapmiz qarindoshlar. Kunda degidek adam yıkılıp ölyapti. Bu ölgenlerin sonu nihoyat ko'p. Amerikada dastlab bir 200'den 300'ni ölyotgan hozir kuniga az deganda 1000dan ortiq adam ölyapti. O'tgan qatam deb o'tdik. Urush mezgillarida hatta bu qadar ko'p adam ölmagan. Shunga Amerikadagi bir kuchli davlatniki hozir tüp manfaatiga ig'ir ziyon keltirayotgan shu Xitoy virusi bu ikki davlat orasidagi qiziq urushga, ya'ni normal bir urushga sabab bo'lamdi yo'q. Bu jihatda men o'ylayman, qarindoshlarim sizlarmi oz bo'lmagan xabar uchur muloyizalarni o'qib kelyapsizlar. Vaqtiki o'zinglarniki his qilganlaringlarni bir so'zlab boqam bo'lsam. Bo'ldi, rahmat. Qasinglar so'zsanglar ixtiyor. Qani, men isminglarni aytmay. Abdurrahimjon qarindishim, siz o'zingizning fikrlaringizni so'zlab boqamsiz yo men o'zimning fikrimni so'zlab boqaman? Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men so'zlasam bo'ldi. Hozir men bu Tinch rayonida Germaniyaning o'zi betaraf rayon urushga tayyorligi yo'q. Bir fiti Xitoy tarafda, bir fiti Amerika tarafda iloji bo'lsa yarashtirish tarafida turadigan salochi mavqedagi bir davlat bo'lib qolibdi bu. Qachon shundoqki uni bilmaymiz. Ammo Amerika qamchini ko'tarib kelgan chog'ida oldiga tushib ma'di ekan urush qatnashishga. Bir ikki qatim ko'rdik urush qatnashganini, o'sha Germaniyaga kelgandan yo'q. Shunga urushninki urush qildigan kuchli davlatning markazida turayotgan umidni o'zi hozir boshlab bersa Oldu. Oldu. Hem de ben elbette bizim bir yerde hem de Amerika'da boğatkan işlerden bizim halkımızınki yani Amerika'nın sırtıda yaşavatkan qarindoshlarımızın bu haber tepişi maqsadi de hem hemmimizninki bu haberlerden bir hem beherleşimiz bir-birimizni xabardor qilib turish maqsadimizda ba'zi uchurlarni hamda
muloyiza qilsak bo'ladi deb qarayman. Birinchi men xalqimizningki ya'ni bu jasorat sahnasidan foydalanib xalqimizning Amerikada bo'layotgan ba'zi talash tortishlar yoki bo'lmasa bu siyosiy va askariy ideyaning qayoqqa ketib qolganligini azroq bir analiz qilib baxsak deyman. Masalan, hozir birinchi mening bu sahnaga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan temam bu Larry Klayman deydigan bir advokat var. Yani bu hozir bu Larry Klayman degan bu advokatninki temisdan boshlashninki sababi birozdan keyin o'tirg'i chiqdi. Bu Larry Klayman degan bu advokat bosh bo'lib bu Xitoyni o'tganda bir azroq deb o'tib ketdik. Xitoyni 20 trillion iqtisodiy jazoga sotqa arzi qildi bu odam. Hem bu Larry Klayman degan kim o degan chog'da bu bir oddiy bir bundoq advokat yoki oddiy bir odam emas bu. Bu odam Amerikada nihoyatda tanilgan. Masalan, hatta shu Amerikaningki siyosat sahnasida nihoyatda yuz obro'y qozongan bir odam. Bu adam hükümetlerde nihayet mühim rollarda işleyen bir adam. Bu adam aynı vakitte hükümet orullarında prezidentlarga hizmet kıldığan derecede nihayet mühim rollarda işleyen bir adam. Bu adam bundan mahalle advokatlar emez. Yani bir yerden çıkıp kalkan bir adli bir advokat bir adam emez. Yani bu adam bu öz yalnız kıvatka işlemez bunu. Bu Amerika'nınki nihayet çoğu mühim şirketler bilan birleşip qilayotganligini o'zininki axborotlarida da'votidir. Buningda g'alaba qiladiganligini bu Xitoyga 20 trillion dollarlik iqtisodiy jazo qo'yilishiniki bu haqda g'alaba qiladiganligini nihayet o'zining bu da'voga ishonchisi borligini o'tirib qo'yyapti. Ham bu odamninki da'vatgan masalasi Xitoyninki askar hükümetini arz qilyapti bu odam. Yani bir yerde deyilayotgan narsa bu Larry Klaymanninki davatgan o'tirib qo'yayotgan temisi mushu Xitoy virusi Xitoy hukumati tarafidan maxsus ijod qilinib maxsus yomon niyat bilan bu dunyoga tarqatilgan da'votidir. Hem bu bek mühim meselede bir yerde hazır biz bunu koronavirüs deb o'tib ketsak bo'lmaydi. Bu bir manda qitqan chig'ida dunyoga tahdid silayotgan bir biokimiyalik bir urush deb o'ylayotganlar jiq Amerikada. Masalan, shu Larry Klayman apandiga o'xshash Amerikaningki siyosiy sahnasidagi muhim odamlar davatida bu Amerika milliy istixboroti buningdan xabari bor deydi. Bu bir biokimiyalik urush. Hatta buni Xitoyninki maxsus tarqatganlari, Xitoyninki shu Wuhandagi biokimiyalik tadqiqot askar tarafidan boshlangan tadqiqot markazida maxsus tadqiq qilinib bu tarqatilgan bir urush sababi davatida buni. Endi bu temini men nimishga ochdim degan vaqtida endi bu hozir Amerika bilan Xitoyni urushga olib boradigan bir tema endi. Endi Amerika bilan Xitoyni urush darajasiga olib boradigan bir tema, chunki bu 20 trillion degan mandaq oddiy bir davlatlarningki ko'tarib keta oladigan bir iqtisod emas bu 20 trillion degan. Bu odam deydi, buningda biz ustimiz deydi. Buningda hatta o'sha Xitoyninki Amerikadagi dunyo bankalardagi iqtisodini to'g'nitish, Amerikaningki nima deymiz, mulklarni to'g'nitish darajasiga yetib berishi mumkin deyapti. Endi bu hozir buning sotdan tutib chiqmaslik, buni qanday amalga oshirmaslik masalasi bir yerda turib tursin. Bu yerdagi masala mushu temaninki o'ttirg'i qo'yilishi o'zi nihoyatda cho'ng. Hem biz
Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar uchun tepilg'usiz bir fursat bu. Endi Amerika urushga kirmamduni analiz qilishdan burun Amerika Xitoy bilan urushda deb o'ylasak bo'ldi hozir. Rasmiy hozir Xitoy bilan urushga kirgan holatda desak bo'ldi hozir. Faqatli farqi issiq urushga kirmadi. Ammo hozir bir urushga kirdi. Masalan, sovuq urush vaqtidan olqib o'tgan bir jiddiychilik bor Amerikada. Chunki bu yerda yalnız iqtisodga va yoki siyosatga taqalgan masala emas, bu yerda Amerikalikning jiniga taqalayotgan narsa. Har bir Amerika grajdanining jiniga taqalyotdi bu. Joniga taqalgandan keyin bu iqtisod masalalar, siyosat masalalar bir yerga qayrilib qoldigan gap. Burun Amerikaliklarning ichidimi Xitoyning yumshoq siyosatiga yoki yeligar yolg'on so'zlarga ishinib ketgan va yoki ma'lum Xitoydan keladigan foyda, tijoratdagi foydasining orqasiga ishinib ketgan The USNS Comfort is now treating patients in New York. And Comfort is exactly what that hospital ship is bringing New Yorkers. Feeling the presence of the United States military here just gave me a sense that things were going to be okay. And just it's such a moving sight. The ship is so impressive. Endi biz Amerikada yaşayotganlar, Avrupa'da yaşayotganlar biz nima ish qila olamiz? Mushu Endi bu yerda odam o'layotsa, insonlarning jiniga bu virus zomin bo'layotsa, endi buningdan fursatchilik qilsak qanday bo'ladi desak bo'lmaydi bu yerda. Biz hamini o'lib ketamiz, bugun o'lamdik, erta o'lamdik, bo'libmi bu korona Xitoy virusiga o'xshash bundaq ofat o'tirg'i chiqayotgan vaqtida qaysimizning qanchalik yashaydiganligimiz aniq emas. Shuning uchun ertani o'ylash emas, men bugun nima ish qila olaman? Men mushu vatanimning, Sharq Turkistonning, Uyg'ur xalqimning mustaqilligi uchun men bugun nima ish qila olaman deb o'ylasak, mushu bo'layotgan Xitoy virusini biz bir fursat deb bilishimiz kerak. Amaliyotda bu bir urush sababi Amerikadagi davlatlar uchun. Hamda xalqining biz yillardan beri biz Xitoyning asli yuzini, Xitoyning abtibashirisini dunyoga tunutamay kelgandik. Bularning qanchalik vahshiy, qanchalik mehnat, qanchalik jirginishlik, bu millatning qanchalik saxtipaz, aldamchi bir millat ekanligini biz xalqaroga, dunyoga anglitishda ojizlik qilgandik. Endi bugungi kunda Xitoy virusininki Xitoy tarafidan maqsadlik ijod qilinib taqitilganligiga ishonayotgan millionlarcha inson bor. Bu yerda Xitoyning tahdidining yolg'iz Sharq Turkiston yo Tibet xalqlariga emas, hozir dunyoga tahdid ekanligini biz demasakmi, hozir xalqlar buni bilib yetdi. Bilib o'tdi. Endi hozir mushu masalalarda biz nima ish qila olamiz deganni o'ylaganimizda biz hozir bir Uyg'ur, bir Sharq Turkistonlik bo'lish salohiyatimiz bilan o'zimiz yashayotgan davlatlarda bir askarlik rolini o'ynay olamiz. Askarlik degan yerim nima degan chog'da biz berib Amerika askariga qatnashaylik desak bizni hozir olmaydi. Ammo biz mushu davlatlarda yashab turib, mushu davlatlarning grajdanlik haqqini berish uchun bir fursat bu. Ve bu grajdanlik haqqimizni berishimiz Sharq Turkistonning manfaatini birinchi chiqish o'rin, ya'ni bizning mustaqilligimizni, Sharq Turkistonning mustaqilligini, Uyg'ur xalqining hurligini birinchi maqsad qilib turib harakat qilsak, biz ikkili tarafdan xizmat qilgan bo'la olamiz. Masalan, biz nima uchun biz askarlik vazifamizni o'tirg'i qo'yishimiz kerak, askardek bir vazifa bilan ishlashimiz kerak degan chog'da bizning qo'limizda hozir tapancha yo'q. Bir 10 tal odamni akilib, masalan, Xitoy bilan Amerika urush qilgan taqdirda qo'limizda bizning qurol yo'q. Ammo biz nima ish qila olamiz? Ammo Xitoy qochilinidir.
bu bir çoğun bir fırsat. Amerika'daki devletlerin Xitoy bilan urush qilishimiz kerak degan bir milyonlagan bir xalqdan bu ovoz chiqayotgan vaqtida biz bu ovozga bir kishilik hassimizni qo'shishimiz o'zi biz Sharq Turkistonning mustaqillik davosiga xizmat qilganlik bo'ldi deb qarayman. Qiladigan ishlar nurg'un. Masalan, o'zimizning yashayotgan davlatlarida, yashayotgan rayonida her bir özümüz bilan tanıydigan tanışlarga bu Xitoyninki Abdubashirsini anlatışımız. Ve yakımsa hazır Amerika'nınki mesela şu Larry Klayman'ga o'xshash advokatlarning o'ttirib qo'yayotgan Xitoyni jazolash planlarga. Bunun için Amerika o'zininki milliy istihbarotidan yoki Amerika siyosatchilarining so'zlayotgan nurg'un gaplar va hozir Amerika Xitoy bu Xitoy virusininki jazosini to'lish kerak. Bu Xitoyga biz jazosini berishimiz kerak, haddini bildirishimiz kerak deyotgan nurg'un siyosatchilar va xalq bor. Masalan, tunugun Trump bir o'zininki axborot verish nemisini o'tkazgan vaqtida shuning tegidagi nimalar deymiz-ku, xalqlarninki izohatlari, kommentlariga qaraydigan bo'lsam, bu yerda bir Xitoyni jazolashga to'g'riliq xalqlarning inkaslari shunchalik yuqori. Hem biz bunu qanday qo'llanamiz? Biz bunun qanday hassimizni qo'shimiz degan chog'da biz bütün Uyg'urlar hozir bir cho'qim bir tashkilotning a'zosi bo'lishimiz shart emas hozir. Yoki bir cho'ng bir guruh bo'lib bir yerga yig'in etishimizning hojati yo'q. Hozirgi kun, bugungi kun sen o tashkilotdan, sen bu tashkilotdan deb tashkilot ayiradigan kun emas. Biz hozir qanday qilib Amerikaga o'xshash kuchli davlatlarning Xitoyga bo'lgan nafratidan foydalanib, biz bir askarlik rolimizni joriy qildirib, Amerikadagi davlatlarning, o'zimizning davlatlarining, yashayotgan davlatlarimizningki Xitoyga bo'lgan o'shmanligiga has qo'shishimiz o'zi bir Sharq Turkistonga xizmat hozir. Doğru. Endi ma'u bayı so'ragan savolga qaytsak, Abdurahimjon Tinchparvar miltiq ko'tarmayman deydi. Abdurahimjondan bu savolni tekrar so'rashdan burun yaqinda Tayvanninki Dongsun televiziya stansiyasi, Dongsun Shinmun degan nimaniki bugun ishlagan bir nimasi borki, xabari ham muloyisi, ya'ni Amerika bilan urushish ehtimoli necha? Shuni bir ko'rib o'taylik. Men bu Xitoycha asli tarjima qilishning hojati yo'q. Men ko'rish jarayonida qisqacha o'zim bilganimcha bir tarjima qilaman. Andan keyin Abdurahimjondan savol so'raymiz. 各位兄弟们，这是看关键时报节。现在美国新冠肺炎的疫情可以说一发不可收拾。现在感染人数已经超过21万，死亡人数超过5000人。如果按照这样的发展下去的话，非常担心死亡人数会在40万以上。如果是这样的一个数字， Bu xabarda deganida endi hozir Amerikadagi ahvol nihoyat ig'ir bo'lib, 200 mingdan ortiq odam yuqumlandi. Bu agar hozirgi ahvoldan mangsa o'lganlarning soni Amerikada bu qadar o'lganlarning soni Amerikaning tarixidagi eng ko'p o'lgan odam o'lgan urush Janub Shimol urushidagi mezgildanmi eshib ketishi mumkin deydi. Ya'ni bu yerda Trump prezident Trumpninki bu nima haqidagi nimasini so'zlagan. Buningda Xitoyninki mas'uliyati bor. Xitoyninki yo'shirganligi, bu virusninki tarqalish ahvolini yo'shirganligi sababdan Amerikamo nihoyatda pasib qoldi. Ya'ni nurg'un tarqalish omillari Amerikaga kirib bo'lgandan keyin Anadikin Amerika hareketga o'tkazishga Amerika pasib holatga kelib qoldi. Shunga hozir bizda ig'ir jon berish bo'layotdi. Bu yerda asosliq sababkor Xitoy hukumati deb aniq degan. Anadikin Trumpninki muxbirlarni kutib olish yig'inida degan bir gapi ba'zilar so'raganda bu Xitoydagi bu sonlarga ishlanish mumkinmi deganda men Xitoydan buxgalter emas.
Xitoyniki bu saldırıdan gumonlanaman deb aniq degan. Andan keyin bu xabarnikida bir narsani tilga o'tgan. Amerika 2008-yillarda bir pandemik bo'lganda, shu virus tarqalgan chaqda ko'p odam o'lish ehtimolini nazarda tutib turib, New Yorkniki New Yorkning Citriki bir oralida Muştaq nurg'un odamlarni ko'madigan bir cho'ng keng ko'lamdagi yerlikni qazishga tayyorlik qilgan ekan. Ammo u chaqda o kadar ko'p odam o'lmagachga o yerlikni qazmabdi ekan. Ammo bu qatam shu Amerikaniki Hart Island, New Yorkning Citriki Hart Island degan kichik bir orolda shu atrofdagi turmadagi mahbuslarni ishga solib 50,000 jasad ko'miladigan bir cho'ng doirada yerlik qo'llashga boshlaganligini xabar qildi buningda. Hamda Amerika hukumati munosabatli taraflarga 100,000 tona hozircha 100,000 tona jasad xaltisi tayyorlashni buyurgan. Ya'ni Trumpniki deyishida bu qatam agar 100,000'dan az adam ölse biz ta'laylik hesaplanamiz deganligi tilga ilingan. Ya'ni Trumpniki tasavvurida ya'ni 100,000'dan 240,000gacha odam o'lishi mumkin bu qatam bu shu Xitoy virus sababli degan. Bu eng yaxshi mo'lchar deyiladi, eng optimistik ya'ni umidlik bir mo'lchar deyiladi. Nachar ahvolda 2 milliondan ortiq amerikalik o'lishi mumkin deyiladi. Yani hazır ko'rayotganinglar şu Hart Island'da, Hart orolida ko'lab hazır 50,000 odamga tayyorlangan yerliklar qo'llangan. Bunun plan bo'lganki, ammo ishga oshmaganki, u qadar ko'p odam o'lmagachki. Ammo hozir uni tayyorlashga boshlabdi, yani qo'llashga boshlabdi. Demakki, Amerikada ularning mo'lchari bo'yicha eng az 100,000 odam o'ladi degan gap. 100,000'dan 240,000gacha odam o'ladi degan gap. Bundan boshqa bu xabarda yana shu New Yorkdagi ahvolning nihoyatda ig'irligidan butun Amerikaning safarbarlikka keltirilganligi. Ya'niki masalan bir poyezdda Seattle'dan New York'a butun poyezdga besilgan jiddiy qutqizish. Mana hozir ko'rayotganinglar shu New York'a mangan bir poyezdda ciddi qutqizish bu odatda armiyaga ishlatiladigan ciddi qutqizish mashinalari ekan. Ko'z yetkisiz darajada shu qadar ko'p ciddi qutqizish mashinalariniki New York'a qarab yo'lga chiqqanligini bilgan. Ya'ni bunda ahvol faqat kinolarda ko'riladi deydi. Endi hozir mana bu reallikqa aylandi. Bu bakma qo'rqinchli bir ahvol. New York'da hamma yerdan shu jiddiy qutqizish mashinalarining ovozi hammadan dekki-dukkida deydi. Buna hozirgi holat Trumpningki g'azabini qo'zg'atdi o'rlatdi deydi. Ya'ni Trump hozirgi ahvoldan qattiq g'azablanyapti deydi. Chunki u bir savdogarlikdan kelib chiqqan prezident bo'lishi bilan iqtisodga alohida diqqat qiladi. Shu prezident Trump 2016-yil qazanib 2017-yil chiqqanidan tortib Amerikaniki paycheki zo'r darajada o'sgandi. Ya'ni 18,000dan o'sib 29,000larga chiqqandi. Ammo hozir mushu Xitoy virusi sababli bu paychekining o'sgan sonlari biraqda yo'qolib yana 18,000ga qaytib qoldi. Ham bu qilib o'lganlar soni bir ehtimollik 500,000dan eshib ketishi mumkin dedi. 500,000dan eshib ketib qolsa bu xabarda deyilishida tarixdagi urushlarni hisobga olgandimi, tarixdagi odam eng ko'p o'lgan bir qatimqi urush hisoblanadi deydi. Ya'ni urush hisoblasak, urushni tarixda eng ko'p odam o'lgan urush hisoblanadi. Ya'ni tarixda hozirgacha eng ko'p odam o'lgan urushi Amerika tarixida Janub-Shimol urushiga. Shu Janub-Shimol urushidami 440,000 odam o'lgan ekanda. Hozir bu qatam 500,000dan ortiq odam o'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. Bushta holatda bu tarixdagi Amerika tarixidagi odam eng ko'p o'lgan
bir urush, ya'ni istiqsiz urushda bu qitilqisi. Bu istiqlikka aylanib ketish uchun nima sabab bo'ldi deganda, bu xabarda oxir degan gapda hozirgi vaziyat Trump nihoyatda g'azabda deydi. U qattiq g'azablandi, butun Amerika qattiq g'azablandi. Bundaq holatda qanday ahvol yuz berdi deganda Amerika yuz o'riydi deydi. Nimada yuz o'riydi deganda, ya'ni hozir dushmanning ko'ngil bo'lmagandan keyin hozir dushman Xitoy virus ko'z ko'rinmaydigan dushman bo'lg'achqa Amerika hozirda uch oshkor urush e'lon qilgani yo'q, ammo hozirgi ahvol bayqadek davom qilib, masalan 500 mingdan ortiq odam o'lib, shu nima bo'lsa, tarixdagi odam eng ko'p o'lgan urush bo'lib qolsa, Trump yuz o'riydi deydi. Ya'ni bu yuz o'riydining ma'nosi Trump Xitoyni urdi degan gap. Hozir endi bu urush qanday urush bo'lyapti deganda, qarindoshlar, bu dushman ko'zga ko'rinmaydigan dushman. Xitoy virusi. Bay ümit deb o'tgandek bu kimyoviy qurol. Ya'ni urush birisi ko'zga ko'rinadigan qurol ishlatadi. Masalan, zambarak, miltiq degandek, aeroplan degandek. Hozir uni ko'mdik, ammo hozir ishlatayotgani ko'zga ko'rinmaydigan qurol. Ya'ni biologiyalik qurol. Bu qurolniki naqadar kuchli, naqadar vahshiy ekanligini mana Amerikaliklar beshidan kechiryotdi. Trumpmo tunugun deganida Amerikaliklar ideyaga tayyorlab qo'yinglar dedi. Oldimizdagi 2 hafta Amerikaliklar uchun eng mushkul, eng jafoliq ish hafta bo'ladi. Ya'ni abay degandek eng az 100 mingdan ortiq odam bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni hozirgi bayqa Amerikaniki ahvolni ko'rsatgan videodan oxirdagi xulosa nima bo'ldi deganda, bu ahvol mushta davom qilaversa, Trump yuz o'riydi, Amerika g'azablanadi, yuz o'riydi deydi Abdurimjon. Mushta ahvolda yaqinda Amerika bir urush kemisiniki Xitoy dengiz oralig'i atrofiga berib burun manevr o'tkazatdi, Tayvan bo'g'zidan o'tadi, ammo boshqariladigan bomba yetib boqmagan. Yaqinda ashak berib bir boshqariladigan bomba qo'ypadi. Bomba tunji qatim. Mushta ahvolda Abdurimjon, bu endi analizlar mushtaq bo'lyapti. Seningcha bu urushniki qo'zg'alish ehtimoli qaysi darajada bo'lishi mumkin? Urushun adıma hozir qiyomat yog'i deyishdik, ümit nati tafsili buni so'zlab aytsam nati atrofda axborotlardan naql keltirib turib so'zlab tushuncha ba'dan urush boshlanib ketdi degan gap endi rasmiy. Men miltiq bilan boshlangan urushga kelsak, endi bu urushning o'zi Vyetnam urushidan buyon Xitoy bilan Amerika bunda xirs qilishib qolgan o'ziga. Urush qilmaymiz deb xirs qilishmagan. Amerika mu agar urush tahdidi sanmoqchi bo'lsa, u Xitoyga emas, yoki Rossiyaga yoki O'rta Sharq davlatlarga urush tahdidi qiladi va O'rta Sharq davlatlariga urush qo'zg'ab kelgan hozirda. Turg'un qatim hozir Amerika shu urushni ichida o'tirishi. Ammo Xitoyga qarata shu 53-yili eng chong urush Koreya urushida Amerika bilan Xitoy shu Koreyada rasmiy qurolliq to'qinish qilganki, undan keyingi 66-yili Amerika bilan Vyetnam urushida Xitoy Vyetnamning qarshisida boshqan 64-66-yilda. Keyin 76-yildagi Xitoy Vyetnam urushida Amerika Vyetnamning orqasida turib shunda urush qatnashgan. 77-yildan buyon Amerika bilan Xitoy bizga asosan tanlab qo'ygan haq emas. Ba'zilar Tayvan masalalari bilan Tayvan qo'g'daymiz deb bu yerga olib yoki Filippin tarafida o'ziniki urush aslahalarini Amerika tarafga yo'llab qo'ygan bo'lsa-mu, lekin hozirgidek manda xirs qilib rasmiy o'tirib turmagan ham Xitoymi oqibatiga o'zi mas'ul. Amerika bizning ishimizga aralashdi. Bu ziyonli oqibatiga o'ziga mas'ul deydigan gapni qo'lda deydi. Muhabbetim kerak, chaqiriq chiqarib biz urushda yatishimiz kerak deb bunday bir keng ko'lamli e'lon qilmagan Xitoy asar. Bu Amerikaga qarshi. Bu ketim Xitoyning qayli yomon.
Amerika'nın paylı yaman. Xitay'ın paylı yaman buluşta bu şu virüsün özüne bizge at koyup bütün dünyanın tapkan iktisadi çıkıp ziyan ve bütün söylemlerini bizim aldığı buna biz zaten katli kılıp şu berimiz ki ama malını vermemeyiz hep müstehkem duruşumuz gerek hep özün küçüklük karakterini göz için onu etüalı çakır. Her şey taraf hazır yine bir pelle ilgiliyse yine bir kademle algı bassa resmi kurallık kuruş Amerika'yı çirip alıp yengen. Yamayları Amerika'nın ki şu Cenubu deniz etrafında faaliyet yapan ayam maddeleri ki hərbilərin ya yapmıştık askerlerimizi virüsün konuda petto. O Amerika için nait xatarlik bir narsa hazır. Amerika dünyasının içige bu virüsün ki yuşunup çirkelliği degenden ki Amerika xatarlik korkmuş bir narsa. Bu asker degenden ki ya ağırlık pas bulmaydı. Bu uğraş patlısı okuyup gerek. Ya pas bulmaydı o Amerika'daki kombatçı asker. Hem de bu uğraşın özü hazır yakılış aldı degen gap. Texas ştatının o 20 trilyon dolarlık davanı aşkın bolsa Xitay çok katı söylemeydi. Eğer 5 milyar, 10 milyar yoki 100 milyar dese o bir gap. Hazır yaxshi olsun bir söylep ataylı dese. Ama 20 trilyon degan bu gapning o'zi Xitoydan buna da Xitoy buna her kimse almaydı. Makul eğer fevkalade sotni yengilip Xitoy. Zaten biz demokratik şu virüsünü birden Xitoy'ın Böyleyimiz yapmazsa onun ona çıkmaydı hazır. Bu İtalya'da iluvatman, Avrupa'da iluvatman bu yani gelişi gerek. Hazır Germanya'nın sözümü 40 milyar hazır toplar. Abdurrahimcan Akbari bir qancha aralarni tutib bir qutulib tikya Portugalga, Angliyaga. Ama bu Xitoy bir qancha orolni o'tkazib berib qutulamaydi buni. Hamda Xitoy balkim virusni chiqarib bir urushga qatnashishi mumkin. Urush qilinasidan qarshi. Bu urush mana xatarlik bosqichda hozir bu rasmiy yiqilishib qolgan urush. Bu NATO'nun ichidagi Xitoyning Wansish deydigan bir nimiz var ya, bulaq qurulğuda 25 yıl o'tgan şu Balkan urushi mezgilida, ya'ni Bosniya urushi mezgilida NATO'nunki taraqqiy topgan kuchlari 23 birlikda qurgan bir guruh var ya. Bularning o'zi hozir bu shart ichida Yevropani qo'riqlash uchun 72 ming askarlardan harakatlanib o'tdi. Buni xabar berdik. Afganistan'dan Amerika tuzuksuz asker çekindirishi bir sırlık mesele olgan ki. Aslında biz Amerika'nın askerinin Afganistan'da köplep kuruşunu Xitoy urushi, Amerika urushi qalsa, o'shani chiqdi deb o'ylaydi so'zim ayağı. Amerika u yoqqa chiqib ketmaydi va Xitoy bilan urushib qalsa, Afganiston askari Amerikaga lazım bo'ladi, quruqlik kirganga deb bunda farazat yo'q. Qo'shiqda o Amerika'daki, Afganistan'daki askeri çekindirip Taliban bilen yarışıklar. Bunlar çekindirmişler. Aslındaki gibi de Afganistan'da harbi bazı, Amerikan harbi bazı olsa hevkulladı. Xitoy'la başına kalsa Xitoy'a hücum kullanacaklar. Amerikan harbi bazı hücum kılıp zerbe için bu çiğra rayonunu taşlap koyup Amerika şu denizden kirdik akşaydı qarğandı Xitoy'a. Tayvan'da qo'llash münasibati bilan andaki Filipin'de qo'llash münasibati Janub dengiz tarafından aldıdan deniz urushini başlap, hava urushini başlap, ondan keyin balkim quruqlik armiyasi lazım bo'lsa,
bizni ümit gentek biz hem de her qaysi devlette tayyor. Agar şu urush boshlanib qolsa, NATO urush boshlandi degan gap. Biz Yevropa barliq Uyg'urlar NATO davlatlarining ichida hech bo'lmasa askarlarga tomoq tushiradigan kerak kelamiz biz urush qolsa. Hikoya. Endi hozir bu ahvoldan qaraganda bu urush bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ngda qiladi. Chunki hozir Nemishqa deganda, masalan, men umid degandek bu bir shtatnikida 20 trillion talab qilsa, Amerikaniki masalan ortiqmi 100 trillion deslar, Xitoy qo'q chiqadi. Ya'ni Xitoy tarixdan bundaq mas'uliyatni ustiga olib boqqan, to'lab boqqan emas. Ya'ni bo'lma kommunistlar deyapman-ku, kommunist Xitoylar. Azlaqi quruq shuvar to'lab ko'nab qolgan bo'yinta bo'ylamasmi bu? Bo'yni qattiq. Shunga hozir mana Xitoy boya Nemishqa urush tayyorlik qilinglar dedi. Demakki hozir bunaqa dunyoning bismillah eg'i butun dunyo bo'yicha hozir masalan Amerikaga ahvol mushu hozir nimeniki Amerikaniki masalan men nima olgan bir narsada bir necha parlament a'zolarining nimasi borki, men yerda parlamentda ovozga qo'yilyapti-da bu gaplar. Masalan Missourilik parlament a'zosi Josh Hawley bilan nimasi yana Jim Hanks degan odam Indiana nimadikilar. Bular parlamentda bu ishni rasmiy o'tirib qo'ydi. Ya'ni Xitoy to'lam to'lish kerak deb parlamentda qaror chiqargan. Onun boshqa shtatlar o'z oldiga ana shunday advokatlarni ishlatib Xitoyni to'lam to'lashga majburlayotdi. Ondan boshqa masalan Angliyani misol olsak, Angliya bosh vaziri Johnson degan odam dastlab bir g'ayriy bir taktikani qo'llangan. Masalan, bu kasal qanchalik odam kuchi shuncha yaxshi, bizda bir immunitet kuchi shakllansa, anadan keyin bu virus hozircha nima bo'lmagandan keyin, vaksinasi yasalmagandan keyin bir xalqimizda immunitet kuchi hosil qilish orqali bu kasalga taqobil turmaymiz bu virusga degandek bir chaqchaq qilgandi. Hozir mana o'zgu juqdi bu odamniki. O'zgu juqib hozir uyda 14 kun karantinada o'tirdi majburiy. Chiroyli qon bo'libdi, qaysi kuni ochchig'i kelib turib gap qildi. Atrofidagi yaqin do'stlar dediki, Johnson shundoq dedi. Ya'ni bu qatam Xitoyni bo'sh qo'ymaymiz dedi yani. Bizni shu qadar aldab, bu kasalni yuqumlangan odamni shu qadar oz ko'rsatib, uning xatarini shu qadar yengil ko'rsatib kelgachki biz sal qarab ekanmiz. Mana hozir Angliyadan kulgi minglab odam o'lyapti. Bu biz Xitoyning po'qig'iga elib ketib qoldik. Bu ishni biz turib bo'lib biz Xitoydan o'chimizni olamiz, nima so'raymiz, hisob so'raymiz deyapti. Masalan, bu Angliyaniki, Yevropada nurg'un davlatlarda bunda ovoz bor. Ya'ni Xitoydan hisob olamiz deydigan ovoz bor-da, ammo Xitoy kommunistlarini bular to'g'ri bilmaydi, biz bilgandek bilmaydi. Ular otdan tushsimi uzangidan tushmaydigan. Bular uchun 100 hammadan muhim mushtaq nejiz kuylar bu. Ya'ni bir urush portlatishdan yanmaydi. Ya'ni Xitoy baqadilar, nima qilgani yo'q. Ya'ni xalqiga chaqiriq chiqarib, askarlarning oldida urush tayyorlik qilinglar deganni burun ko'rib boqmagan. Demakki, u Xitoyning pozitsiyasi aniq sanmadi, hisob so'rayman dedingmi? Urushma sen bilan deyapti. Bunda holatda inshaalloh urush portlasin-da, chunki men mush vaqtcha jinim bak siqilatdi. Bu shundoq bir lat davrida yashab qolgacha, shu bizning 2-jumhuriyat davrida yashab qolgan bo'lsak, bir ko'say miltiqning bir purqini purab tutib, bir shu monastaryaga shu besib berib, bizim bir 10-20 Xitoyni o'ttirib bir uylab ketgan bo'lsakmi, uf deb bir xotirjam ketadiq u dunyoga deydiq. Hozirmi mana bir fursat qilayotgandek bo'lyapti. Ya'ni burnimizga bir urush purab turyapti. Inshaalloh urush portlasin-da. Amerika bizni askarlik olmaydi. Ammo urush portlab qolsa, meningcha bizning xalqimiz portlaydi vatanda. Chunki hozir Uyg'urlar
%90%'dan artıq candan toygan holatda. Bizning xalqimiz bir fursat kutib o'tadi. Endi yana bir urush bo'lib qolsa, xalqimiz ko'say miltiqni ko'tarib Manas daryosiga berib, hargiz to'xtab qolmaydi, mencha. Chunki beshidan qayta o'tdi. Bu Xitoy nejislari o'zlarining inson emas, balki yalmavuz ekanligini bu qatim uchiq oshkora bütün dunyoning ko'z oldida. Ya'ni bütün dünya, bütün hamma tarafdan ko'rib tura oladigan bir vaziyatda o'zini shu qadar oshkorlayapti Xitoy. Ya'ni bu maxluqlar bilan birga yashash degan gap, sen mangu qulub o'lsa yoki biroq yo'qolsa deganni meningcha vatandagi xalqimiz osh qonli qirilish jarayonida nihoyatda aniq tunib yetdi. Shunga agar bir urushib qolsa, biz Uyg'urlar uchun vatanning mustaqilligini tezroq qo'lga keltirish uchun bir nihoyat yaxshi fursat bo'ladi. Bundan boshqami, Amerika boshliq g'arb ellarniki uzun yillardan buyon qo'llanayotgan bir taktikasini bilamiz qarindoshlar. Nima deganda, bir davlatni parchalash, bir kuchli hokimiyatga qarshi turish uchun oldi bilan uning ichidagi o'ziga qarshi dushman kuchlardan foydalandi. Masalan, bu tarixda nurg'un qatam aniqlangan, ya'ni o'zining davlatining ichidagi shu hukumatga qarshi o'zining millatidan bo'lgan va yoki boshqa millatdan bo'lgan odamlarni qurollandirish orqali avval shularni ishga solib, shu hokimiyatni ag'dirishga tirishadi. Bu jihatda Xitoy buni oldin mo'ljallagan. Ya'ni uzun bo'lmagan bir uzun bo'lmadi 5 yil bo'lgandan chiq olsa, bir Xitoyning generali bu Xitoyning o'zidagi generallarning bir yig'inida bir ishki materialga bu keyin teshib chiqib ketib qoldi, biz ko'rib qoldik uni. Nima dedi deganda, Amerika bir fursat bo'lib qolsa, Sharq Turkistonda, ya'ni XJ'da deydi-ku bular, Sharq Turkistonda en az 3-400 ming Uyg'urni qurollantirdi deydi. O çağda candan to'ygan Uyg'urlar bizni terib-beran qilib o'tishi mumkin. Bu nihoyat qo'rqinchli ahvol degan. Ya'ni Xitoy buni oldin mo'ljalliklik, ya'ni biladi. Mushtar ahvolning bo'lishini mo'ljallagan. Jasorat mazmunni bek yaxshi o'tirib qo'ydim. Mushaqda agar mening bir ikki qizga qo'yish orzuyim bor. Bo'ldi. Xitoyninki bu nihoyat inchik planlagan deganing to'p-to'g'ri. Masalan, mushunda bu yerda seni jasorat sakinasidan foydalanib xalqimizga mushaqda o'zimning bir o'ylig'imni bildiray deyman. Buningki oldin ola planlanganligininki yana bir isboti bu yerda nima desa, mush oxirgi 10 yilning yog'i 2005 yilning yog'i desak bo'ldi. Yana 14 yıl olib qoldi va 15 yilning yog'i Sharq Turkiston ismininki yo'qotilib, ya'ni bu yerda bir qasdan qasba bu yerda plan bor. Sharq Turkiston ismining yo'qotilib, bag'asri tashkilotlarning ismini yerlik tashkilotlarga aylantirib o'tish. Masalan, Uyg'ur Amerika jamiyati, Kanada Uyg'urlar jamiyati, masalan, qo'pib Sharq Turkiston ismini bilan qurilgan tashkilotlarning ismi Gollandiya Uyg'ur jamiyati, Yabjinim jamiyatiga aylantirib, buni bir kichik bir parchaga aylantirib o'tish. Masalan, Sharq Turkiston Milliy markazi degandek ismlarni akilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi degandek ismlarga almashtirish va tashkilotlarning xizmat qilish doirasini akilib nimaga aylantirgan desa, shu yerlikdagi bir Uyg'urlarning jamiyatiga aylantirib qo'yish. Bundan keyin bu aymanmay mavu mustaqillik, egilik, huquq davosidagi nishon xalqimizningki irodasi bo'lgan bu mustaqillikka bo'lgan irodasini burmulab opirib, boyi sen deganligi XJ Xitoy qo'yib bergan ismni qo'llanish orqali xalqimizningki ichidagi mustaqillikka bo'lgan orzusini, ya'ni 15 yil degan bu chaqchaq qilgan vaqt emas, bir davr bu. Bir mana aytganchada 15 yil oldida tug'ilgan bir bola, hozir mening cho'ng o'g'lim 14 yoshda Sharq Turkiston uchun kurash qilishga tayyor bo'lgan bir yosh degan gap bu.
Yani 14-15 yılının yağı bizim halkımızınki zihnini burmulaştırındı. Bunun da Xitayning kolu var. Yani müstakillik iradesinden uzaklaştırış. Bu şunda bugünkidek ve bugün ete ya ögün kiladigan bu fursatlarni Xitoy bizdan undan biladi. Shundaq bir fursat kelgan vaqtida bütün Uyg'ur xalqining biroq qo'zg'alib Xitoydan o'ch elishini biladi Xitoy. Endi shunda bo'lgan vaqtida nima kerak desa, yana o'tganda biz deb o'tib ketgan halqi g'olchilar bor. Shu chaponni o'zgartib, qizil chaponni Xitoyninki kommunistik shapkasini yeshiblar, askarlarning kakarini almashtirib, pagonini almashtirib versa, yana birga yashalaymiz deydigan halqi xoin, halqi qon singib ketgan bir turkum Uyg'urlarni qo'llanish orqali, Jungolik Uyg'urlarni qo'llanish orqali yanala Xitoyning ayrilmas bir qismi qo'ymoqchi. Xitoy amini biladi buni. Ammo biz nimaga diqqat qilishimiz kerak degan chog'da mushundoq milliy munofiqlikqa oxirigacha qarshi turishimiz kerakki, bayimining degan demoqchi bo'lgan gapim shuki, bizning hozir halqi bo'libmi ma fursatda bugungi kunda tashkilot ayiradigan va yoki bo'lmasa siyosiy fikr ayrılığım barken bunun bilan deydigan ayrımçılık qiladigan vaqtimiz emas. Bizning hozir mushu fursatni qanday g'animat bilib, Amerika urush qilib qolsa, Allohdan bizga kelgan bir fursat bu. Ammo Amerika urush qilmay qolsa nima desa, bu yana bir fursat. Amerika urush qilmagan taqdirdami Xitoyga qarshi o'zimizning mustaqillik irodamizni dunyoga uch qashqar jakolab oladigan bir fursat. Buna hozir bizning qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor. Masalan, ba'zilar deyishi mumkin, qo'limizda bir tal tapanchining tayini yo'q, nima Xitoy bilan urushning g'amini. Ya kerak bo'lsa, boya Abdurimjon qarindoshimiz deb chiqdi. Amerikadagi davlatlar Xitoyning dushmani, dushmanimning dushmani mening do'stim deydigan bundaq davlat kuchli davlatlar kerak bo'lsa 3 oyning ichida bizni muntazam askar qilaydi. Iroq bu Turkiyaga qarshi Kurdlar buning bir misoli 3 oyning ichida muntazam askar qilib turib o'tadi agar xohlasa. Buning uchun biz hozir qurolning g'imini qiladigan vaqtimiz emas. Qurol keladi bir yerdan. Chunki bizning Sharq Turkiston to'proqlarining osti to'lib toshgan Allohga ming qattiq shukr yanala bu pul bilan to'liqliq Alloh bergan ne'mat bilan. Hamdi bu qurol hamini keladi. Ammo insonning ideyasidagi bu qurollanish muhim. Oldi bilan biz o'zimizning ideyasidagi qurollanishni hosil qilib, mushundaq bir qiziq urush o'ttirg'i chiqsa, biz tayyor. Bizning xalqimiz tayyor. Bu yerda bir bizning hozir Uyg'urlardan bir narsani ko'rib yetdikki, umumiy cho'ng bir tashkillanishning mumkin emasligini, chunki qarshimizga dushman shunchalik kuchli bo'lganligi uchun bir 200 dan bir yerga kelgan bir 200-300 dan bir yerga kelgan bir tashkilot bir yerga kelanmaydi ekan. Uyg'urlar bir yerga kelanmaydi ekanmiz. Ammo ideyamizni bir yerga keltirib, mustaqillikka bo'lgan irodamizni kuchlantirish uchun bir tashkilotga yoki birisiga bir samtaxinning oqisi agishishimizning hojati yo'q. O'zimizni tarbiyalasak, kerak bo'lgan vaqtda shu ota deydigan vaqtida itib, shu xalqimiz bilan tang o'lalaydigan jasoratga ega bo'la olishimiz kerak. Hozir shu vatanga berib, hayotni mangimiz desak, manglaydigan tayyorlikda bo'lishimiz kerak. Xalqimizni shuni o'tishimiz kerak. Hamda hozir biz ketdik, nurg'un ishlarimiz bor. Amerikadagi davlatlarningki Baymav Larry Clayton degan Larry Clayman degan advokat odamlarningki maqolalarida aniq debdi. Buni milliy istixborot biladi, Xitoyningki bu virusni tarqatganlar bu biologik bir urush bu debdi. Bu biologik bir qurol debdi. Endi bu Amerikadagi va qonun davlatlarida shunday bir usul bor. Qarshi tarafdan material ilishning bir uslubi, masalan Xitoyga qo'pib, sen materialni menga desa bermaydi Xitoy buni. Ammo qonunning yo'liga berib turib, qonun orqali, sud orqali, xalqaro sudlar orqali Xitoydan
bunu talep kılış hukuku oludu kanun arkalı. Uçakta Xitay bermeydi bunu. Yoki aldaydı. Bermegen vaqtida nima bo'ldi desam, urush qildiganga bir fursat bo'ldi bularga. Sen bermeding deb turib urush qildiganga. Hamda shuning uchun bizning qo'limizdan keladigan nurg'un ishlar bor. O'zimizningki yashayotgan davlatlardagi, shtatlardagi siyosatchilar bilan aloqa qilishimiz kerak. Bularning bo'lib shu Xitoyga qarshi siyosat ip berishni tashviq qilayotgan siyosatchilarga bizningki butun shu Sharq Turkistonliklarning, Uyg'urlarning bu siyasetning, bu ko'z qarashning orqasida qo'llaydiganligimizni bildirishimiz kerak. Chunki bir kuni keladi, bularning biz bilan aloqa qilish uchun bir adres kerak, bularga kim bilan aloqa qilishimiz kerak deydiganga. Shuning uchun o'zimizning har bir Uyg'urning dunyoning nerede bo'lsak, bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun o'lishga tayyor bir rasmiy hozir bomba ekanligimizni bildirib qo'yishimiz kerak bularga. To'g'ri. Tayyor ekanligimizni. Qilaydigan ishlarimiz nurg'un shunga o'xshash. Demisimi hozir mana bu urush burnimizga purab turibdi. Mavo Ömer Bekali akamizmi yozibdi. Buning ishininglar bu kunlar oz qoldi, cho'qim keladi deb yozibdi. Rahmat. Ondan başka mavo bir qayrindishimiz mavo ismi Eastern Turkey degan qayrindishimiz bir inkasda bir muhim bir narsani avatib qo'yibdi. Nima ekan deganda bu Amerika mavo sayohat ishlari ministrliginiki uqtirishga, buningda yangi chiqargan uqtirishga bu US citizens should make plans to return home now dedi. Now yo'g'on yozibdi. Ya'ni Amerika grajdanlari nimaga, vatanga, Amerikaga qaytishga jiddiy tayyorlik qilish kerak. Hozirdan boshlab degan bir uqtirishga, bu bakadan chiqib qolgan uqtirish emas mencha. Endi undan boshqa mavo endi ümit degandek hakikaten bu Amerikalıklarga hazır nima lazım deganda mush Uyg'urlarniki irodasi lazım. Urush bo'lib qolsa, abay degandek, men degandek bu aniq bir ahvol mushtaq Xitoy ichidagi Xitoy jahongirlarga mush ulgur kommunist rejimiga va Xitoy hukumatiga qarshi turishda oldi bilan o'zining askarini sanmaydi. Ayniqsa ko'tlarni qoralantirib, ish qilsaganga o'xshash Suriyada olsun, Irak'ta olsun aşağı kıldığı. İnnikla bizden Uygurlar, hazır Tibetliğe karaganda biz yaramlıq, candan toygan, ölümden korkmaydigan millet qaysı Uygur. Demek ki muşundan çokum paylandı. Uruş partlı deydi Abdurrahimcan. Uruş partlaganda vatandagi ahvol qandaq bo'ldi, Amerikaning strategiyasi qandaq bo'ldi? Amerikaningki strategiyasini o to'g'riliq Amerikaning strategiyasi to'g'riliq gap qilg'idek ma'lumotmi yo'q. Mana o'zimniki Amerika qanday strategiya belgilaydi, urushni qaysi rayondan kirib qiladi. Meni asosliq mening tasavvurimda Amerika bu qatim Afg'onistondan askar chekindirib ketganligini qarab bilan bu urush agar Xitoyga urush qiladigan ish bo'lsa, Janubiy Xitoy dengizi atrofida qiladigan bo'lsa kerak deydigan konuşup geldim ben. Endi qurg'uluq bilan urush qilgan rayonlar va Amerika o'rta sharqqa urush qilsa, to'lisi qurg'uluq bilan urush qildi. Urushni qurg'uluqni olib qoldi. Dengiz rayonlari emas. Ammo Xitoy bilan urush qilsa, Janubiy Xitoy dengiziga borsa, ham yana Xitoyningki rayon ham Xitoy urush rayoni. O'tirib urush qilgandan keyin Xitoy andan umumyüzlik kuchini Amerika qarshi dengiz yo'nalishiga o'tkazdi. Dengiz liniyasiga o'tkazdi. Asosli. Ondan keyin markaziy qismini qo'g'dashga jiddiy holatga o'tdi. Askar kuchini markazga qartdi. Xitoyniki markaziy rayonni qo'g'dashga, ondan keyin iqtisodiy rayonlarni qo'g'dashga o'tkazdi. Balkim oyoqdan shab chiqarib, oyoqdan jo'ndashlab Xitoyniki urush taktikasini qo'llanishi mumkin. Dengiz rayonidan urushni qo'zg'ab, ondan keyin Tibet rayonidan urush qo'zg'alishi mumkin. Bizning tarafdan urush qo'zg'alishi mumkin. Ammo biz tarafdan qo'zg'algan urush asosida vaqtda o'zimizning tayyorlik bo'lishi kerak.
Yani sırtın kişilikten bir güç buluş gerek uğraşını başlaş için. Bir şapi kilise zaten andaki zaten halk vakti uzgulup çıkıyor. Bizde Mao Avrupa tarafı kuruluşun kodaydan armiyalar belki bizdeki kuruluş tarafı otomatik kuruluş kısmı kadı Amerika'daki yani strateji işleri kullanımı yaptığında Suriye'deki uğraşları Amerika, Irak uğraşları, Afganistan uğraşları karşısında kalın itiraz tuttu Amerika'daki bizde uğraş artık elbette tunç bizlerden başlaşmayın bu uğraşını. Çünkü biz tarafta Amerika'nın her bazılarının ya da asas yok. Asker kirgüz zaman mürekkepmiş. Yani İran'ın düşkerek Pakistan, Madira, Rusya, Amerika'nın o naite kurçalma işçilik hep kaldı kuruluktan biz tarafta derhal görüştük. Bu çıktığınız mümkün. Amerika uluslararası destek kuruluşuna deniz karaz var. Abdurrahimjon gaping tugdimi? Ovozingni sal chataq qo'yishmiz ki? Hamda jasorat Abdurrahimjon qarindishimizning gapiga bir qo'shim chiqib qo'ygan bir mazmun bor. Bu yerda muhim masalalardan biri. Hamda hozir bu Amerikaningki yoki qaysi yerdan urush qilishidanmi muhim bir masala bor-da. Bu urush bo'lsin bo'lmasin bizda bir tayyorlik bo'lishi kerak degan gapni boya deb o'tib ketdik. Abdurrahimjon qarindishimiz yaxshi dedi. Shu Xitoy dengizi ya'ni Janubiy dengiz atrofida bo'lish ehtimoli ne hamda bu nurg'un odamlar shu gapni deyotdi, chunki bo'layotgan ko'rinish shu hamda. Ham Xitoyningki eng kuchli iqtisodiy markazlari shu tarafda hamda. Urusu şu yerden uruşu mümkün deyilayotgan gap bor. Endi bizningki hozir o'zimizning Abdurrahimjon qarindishimizning aytib yaxshi bir gapni o'tib ketdi. Biz bir siyosiy yoki askariy bir bu sohada mutaxassislar bo'lmagandan keyin buning fikrlab kirolmasligimiz mumkin. Ammo biz Uyg'ur xalqini uchun bir mulohiza qila olamizda. Masalan, biz tarixdagi xatoliklarni o'tkazmaslik uchun nəhayət diqqət qılğan məzmunlarını xalqımızga bildirishimiz kerak. Tarixda o'tkazgan xatolikni bir eshakmi bir qitim tushgan patqoq yana bir qitim tushmaydi. Ammo biz yamanjiq tushib ketdik. O'xshash shu patqoqqa, o'xshash shu xatoga tushdik necha qitimchi. Masalan, shu tarix kunini bilmayman, ammo bu Uyg'ur xonligi, Uyg'ur imperiyasi bor vaqtida. Masalan, shu vaqtdami Xitoylar Tibetliklar Xitoylar bilan so'qishgan, o'zinglar bilasizlar. Masalan, Tibetga nəhayət yengildigan, hatto ig'ir ziyonlarni yetkazib ketgan vaqtida bizning Uyg'urlar ya'ni biz berib Xitoy xonligini saqlab qolgan bir xalq. To'g'ri. Hamda bizda mushunda bir xatoliklar o'tgan xalq. Uni ozda yaqinning yog'i bir turkum bir tarixchilarimiz chiqishga boshladi. Balkim Facebook'larda diqqat qildinglarmi? Biz Uyg'ur xonligi biz Belgi Xaqon anda qilgan, manda qilgan ko'k turklarni anda yengan, manda yengan deydigan tarixchilar paydo bo'lib ketdi hozir. To'g'ri, millat tarixni o'rganish kerak. Millatimiz tarixni bilish kerak, ammo hozir qaysi tarix bizga foydali, qaysi tarix bizga ziyonli? Hozir ko'k turklarni biz Uyg'urlar anda yengan, manda yengan deb Uyg'urlar Türkning o'ttirisidagi qarindoshlik bog'lariga ziyon yetadigan bir gaplarni qilib, bu yerda Uyg'ur xonligidan, Bilgi Xaqonlardan faxrlanadigan vaqtimiz emas bizningki. Biz faxrlanishdan galvonlik, uxlab bu millat uyqu davriga kirib, galvonlik davriga kelib, mushg'alik qilib qolgan biz xalq.
Shuningga biz menmenchilik faxrlangan vaqtdan o'tib ketgan biz hozir singan momimizni Uyg'urlarda oxiri nega keldi desa singan momang niya deydigan holga qolgan hech kim qila olmaydigan. Biz o'zimizning o'tgan narsasidan so'zlab o ko'kturuklarni anda yengan deyishning o'rniga bak Xitoyni bundan keyin qanday yengimiz degan strategiyani qurishimiz kerak. Endi bu yerda tarixchilarimiz shuni o'rgatish kerakki, biz shaxsan men tarixchi emas, tarixchilarimiz shuni o'rgatish kerakki, tarixdan xato mangan yerlarimizning xatoliklarni o'tirg'i chiqarib turib o'rgatish kerak. Biz manda xatoliklarni qilgan ayni vaqtda mush Xitoy degan ifloslarni biz Tibetliklardan qo'g'dab qolgan, biz tarixda manda cho'ng xatoliklarni qilgan. Hatto shu qini turk bo'lgan Xitoy o'zining ichida cho'ng'gan turk qinidan bo'lgan general Xitoyni yo'q qilib o'tish darajasiga kelganda yana biz saqlab qolgan Xitoylarni. Endi ma yaqinqi tariximizga kelsak, masalan shu G'o'ji Niyozlarning davridan o'tkazdik shu o'xshash xatolikni. Sabit Tamillarni olib tutib berdik. Tutadi Uyg'urlar yana Xitoy bilan o'xshash bir hukumat qurib oxirgi jumhuriyatimizda birlari qo'pib Gomindangchi bo'lib Çin'i Türkistan qurma biz qo'pib birisi kommunistik ideologiyaga ishinib ketib Abdukerim Abbosovlardek voy men Junlay efendini ko'rdigan bo'ldim deb hayajonlanib ketib o'ldi. Yani ashundaq ideologiyaning oqisiga kirib ketib bugungi qolgan xalq bizning hozir qildigan yerimiz biz yana demoqchi bo'layim nima desa endi Amerikadek demokratik davlatlarning oqisiga kirib ketib biz demokratik ideologiyaning oqisidan uning qurboni bo'lib ketmayli demoqchi. Biz bir ideologiyaning izmning oqisidan emas, Sharqi Turkistonning mustaqilligi bizning birinchi ideologiyamiz bo'lishi kerak. Bizning uningdan boshqa g'oyamiz yo'q. Bizga mustaqillik olmay turib, na demokratiya, na palonchi ideologizm u bizga kerak emas. Yana bir tarafdan nima desa, Xitoy yana shunday o'yinni o'ynashi mumkinki, islomiy kesim islomiy ideologiyaga bizningki diniy iqimdagilarni qo'zg'ab turib milliy hissiyotini bu qiziq bir ish bor bizning xalqimizning orasida kofirlarga qarshi deydigan nima bilan Amerika dushmanligi bor emasmi bu yerda? Kofirlarga qarshi deb Amerikaga bir dushmanlik bor. Azad Amerika ko'ziga shunda sat ko'rinadi endi. Ammo u Xitoy ko'ziga unchalik sat ko'rinmaydi. Bu yerda to'g'ri. Xitoyga bunchalik dushmanligi yo'q. Tamam sen kofirlarga shunchalik dushmanliging bo'lsa, yeb ichayotgan, hashlayotgan puling hammasi kofir ishlab chiqargan pul. Shu yeb ichayotganning hammasi shu. Agar sen kofirga dushmanlik qilgan bo'lsang, birinchi dushmanlik qilgan narsang Xitoydir. Nima uchun Xitoy bilan bunchalik dushmanlik qilmaysan? Masalan, bu yerda Xitoydan o'chilish, biz kofirlardan o'ch olamiz deydi. O'ch oldigan yering bo'lsa, u yerda 1,5 milliard Xitoy va o'ch olaman desang, turib olmamsan. Endi bu yerdagi narsa biz yana qaytib berib, Amerika düşmanligi bilan kofirlarga o'shlik Amerika düşmanligini qo'zg'ab chiqib Xitoy Uyg'urlarning orasidagi demokratchi Uyg'urlikka bu avtonomiyachilarni bir chiqirdi bu Xitoy. Biz demokratik Xitoyning Sharqi Turkistonning masalasini Xitoyning ichki ishlariga aylantirib qo'ygan bir guruh bor. Bular orqali buni Xitoylar bilan yanada birga yashab ketish orzusi bor Jungolik Uyg'urlarni qo'zg'ab chiqib, bularni demokratik ko'stib, oyoqda bir kofirlarga o'sh, qarg'ularcha vatan, egilik huquq deganlardan ayrilgan kofirdan o'ch olamiz deydiganlarni qo'zg'ab chiqib, shuni o'ylab yana necha guruh qilib, oxiri kelib, yana oxirgi jumhuriyatimizda ikki qo'limizni bunimizga tiqib o'tirib qoldigan ish bo'lmasligi uchun bizning tarixchilarimiz, siyosatchilarimiz asli qo'zg'alish kerak shu vaqtda. Xalqimizni uyg'otish kerak. Ya'ni Facebookda bir xalqningki bir qancha qarindoshlarning nemisini ko'rib qoldim bunda o'zlarininki fikrlarini. Qassobligini qilsin, har kim o'zining bilgan ishini qilsin, shu Facebook chiqib olib so'zlaydigan odam jiqib ketdi deydigan.
Bu to'g'ri gap. Ammo hozir biz shu so'zlaydigan vaqtimiz. Ammo so'zlaydiganlar so'zlamayotgan bir vaqt hozir. Shu so'zlaydiganlarni so'ziltayli deyapmiz. Tarix desak, tarix bilan chiqsin. Hamda yana birisi meyada bunda bir narsa bor, bu gapning to'g'riligi nima desa, avu birisi qo'pidi fizik olimi qo'pib dindor bo'lib oldi bir 5-6 oy. Bundan birdamlikin o fizik olimlar qo'pib birdamlikin doktor bo'lib oldi. Ash butun doktorliklarni so'zlab. Avu xotan tibobatni o'qigan birisi chiqib siyosatchi bo'lib oldi. Ham bu xato rasiliqi qassobligini qilsin deydigan ishlar. Ammo tarixchilarimizning tarix so'zlab chiqadigan kuni bugun tarixdagi xatoliklardan dars olishimiz uchun siyosiy strategiyachilarimiz to'xtamay so'zlaydi. O'zinglar bilsizlar, o'tganlarda bu strategiyachilarimizga ajoyib so'zlab ketgan. Mana endi strategiya so'zlaydigan vaqtda so'zlamamsa. Mana endi tarix so'zlamamsa, mana endi o'zingninki vatan uchun xizmat qiladigan kelayotgan fursatda xalqimizni uyg'otish uchun xizmat qilmamsa. Shuni qiladigan vaqtimiz, shuning uchun to'xtamay xalqimizni tayyor qilaylik. Shundoq. Bu yerda men gapimga men bu qo'shimcha qilay, endi qassob haqiqatan qassobligini qilish kerakdi. Ammo qassoblarni ko'rdik. Qassob deb pichig'i aka. Pichig'i malning gili ko'rilmay yog'och qurilyapti yani. Har qassoblarni ko'rdik. Tarixchimiz. Ba'zi qassoblar hozircha halol so'ymay, qo'shiq so'yayotgancha xalqni anglamas bo'lib ketdi. Hozir shunga ekranlarni, o quruq gaplarni hech kim anglamaydigan bo'lib qolg'achqa, hozir nima bo'lyapti? Shaptan yaltiyib Xitoydan ko'ryapti. Ya'ni Xitoy hujum qilib bizning ekranlarimizga, bizning qassobligimizni qilib qo'ymayapti, deyapti. Injiq ovozlar bor. Men ozroq bir fikr qatnashtirayman Umidniki. So'zlari yomon muhim yerdan chiqdi. Shu haqiqatan tarixchilarimizmi jonga asqaqida yerdan tushmaydi. Bizningki tarixlarimiz ming burunqi, 500 yil burunqilari hammasi u faqatlam o'tib ketgan bir tarix. O bir tarix. Onunki to'lisi asosan Ruslar bilan Xitoyning va arab farislarninki xotirlab qo'ygan uydurmalar qilib qildik bizga. Bizning haqiqiy o'zimiz tarafdan yozilgan haqiqiy tarixlar asosan yo'qotib etilgan yoki bir yerlarda saqlanib. Biz haqiqiy tarixning yuzini ko'ra olmaymiz. U burunqi tarix. Endi hozir eng muhim tarix shu bir asrlik tariximiz. Temur xalifadan başlasak, shu oldash deydigan gap bor. Voy bizniki rahbarlarimiz oldinib ketgan deydi. Xuddi kichik bolani dadasi kompyutermen deb oldab ketganga o'xshash. Oldinib ketgan o'xshaydi. Temur xalifa oldinib ketdi. O'jiyoz hoji oldinib ketdi. Ondan keyin Ahmadjon Qosim oldinib ketdi deb boshqa oldinib ketdi deydigan gap borki, biz bundan hatto bir tema yozdim. Uyg'urlarning siyosiy rahbarlari nima uchun oldinib ketaverdi degan narsa oldinib ketganlik emas. Bular birinchi setilmoq bor, yana birisi qobiliyat yo'q. Qilgan ishi joyida qilinmagan, xatolashgan, xatolik o'tkazgan deb bir xulosa chiqarib qo'ydim o'zancha. Endi tarixchilarimizningki tarixchilar uchun faqat tarix kasbini so'zlashdan emas, ularda bir siyosiy tushuncha bo'lishi kerak. Yana birisi milliy iroda bo'lishi kerak, milliy manfaat tuyg'usi bo'lishi kerak. Shu chog'da 33-yildagi Sobit Mollaning, Mamtumin Hazrat Bug'ra apandimning, ondan keyin G'o'ziyoz hojilarningki, Temur Ali onunki peyğam şu vaqtdagi xatolikları nega buni keskin o'tirib qolish kerak. Angliya bilan qanday diplomatiya o'rnatishni amalga oshirgan Sovet ittifoqi bilan qanday bo'lsa bo'lgan 33-yildagilar. Qanday yozaji nima uchun buni xatolashgan deb mushularning xatoliklarini rasmiy o'tirib qolish kerak. Jasorat ham milliy manfaat bo'lishi kerak. Kasbiy emas. 44-yillik bu keskin aslında oturuşalaydigan, tanqidlib oturup çıqalaydigan jasorat bo'lishi kerakki, bu tanqidni bugunga foydalanish lozim. Ama bu
biladigan haqiqiy kasbiy tarixchilar da ya bunisi jasorat yo'q, ya bo'lmasa milliy manfaatni birinchi o'rinda qo'yadigan tuyg'u yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu tarixga baho berib qo'yish bizga o'xshash tarixchi emas, o'xshash yo'qki Benim kulu kıyıp kaldı da, lekin hiç kim itirak kılmaydı, onu yezip oturup koysan. Ve sendimi kıldı, tılaplam yok vaktinde, ondan faydalanmaydı hiç kim. Bu bir mesele. Yenisi şu hazırda dini macranın gibi oturup koydu ümit. Bu asli hazırda biz fikirimizi küçükken ya da bu iş bu boğan, Xitay bunu şekillendirip boğan. 97 yıl 5. ay mezgilde O'rta Osiyoda shakllangan azatchilar va g'azatchilar guruhi degan shu ikki guruh bilan bu ziddiyat shakllangan. Bir qismi qurolli g'azat qilamiz, u yerda bir mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyati quramiz, Xitoyni qo'g'lab chiqarib vatani ozod qilamiz desa, yana bir islom quramiz. Bular ziddiyatlashib, qurolliq etishib, bo'lishib, bütün Orta Asya'daki Uygurların umumi vaziyet, iktisadi imkaniyet, siyasi imkaniyet ve ictimai mevzuga eğri derece jankeşlik kıygan. 20 neçe kıygan iş. Türkiye kapitip Afganistan'a berip, bir yerde Afganistan'da jürüp, başarıda biz İslam cihadını kılmazlar jürüp, sinterlikli kalpıgını geldi. Bu göndermeleri yetip çıktı. Üç kıyırındaşlarımız nahak, haram yetip gitti aşağıda. Bunun devası, bunun kulağısı çıkırıp, bunun yakın ibret kılıdığın hiç sandak bir siyasi teşkilat, yaki tarihçi köhrek girip meydana çıkıyordu. Bunun tenkitlerini ben yazdım. Meyli hakkın, hukukun itirak kasım, koydum bu. Enti, Çin kanda bu insanlar ama 2012 yılı Suriye'de başını çıkan bölge Xitay bu şeyde cihatçılık, hicretçilik münasebetiyle vatanın içi sırtıda hicret teşvikatı, cihat teşvikatı, cennet teşvikatı verip hilafeti beyat kılış ve İslam devletine kuravlı cennet giriş teşvikatı veren 10 minliğin nabıt kılıp ve şunun terkibi hazır mı? Dünyanın nerelerde var, bizge devlet gerek emas, bizge İslami hilafet, dünyanın nerede kurulsa ki İslami hilafet için uruş kılıp, cihat kılımız, şu yolda uruş kılıp, cihat kılıp, cennet kılımız deydiğen intayın güçlük, radikal mevcut. Şeklinde boğulu, neticil oldu. Hazır en terakkigan vakti. Ben bunu da ümit tutanmayayım. Bu kuşların özünü vatanga qurolli kuruluşlar karşı yaxshi urusda qatnashdi degan tushunchani tasavvur qilolmayman. Bularning ijtimoiy oz shu vatanda bir urush boshlanib qolsa, Xitoyga qarshi ashada bir jihad qilib, maqsadim yetsin deydigan mundaq sop niyatli haqiqiy mujohidlar bor. Ularni yetaklayotgan, boshqarayotgan Kuluda milyonlar dolar var, bu takım güçlerin özü o ayağa verip vatanda İslami bir devlet kurman diyen gapnimi bular qilmaydi. Ona da ya mayli İslam devlet kurman desimi, mayli demokratik devlet kurman desimi aşağıda aldı bilen Xitoy çıkıyor. Vatanda askeri deydigan bir mevqada hemen Uygur toplaşalaydı. Demokratlar topluşudu. Bunun özü de anne insan nakleri gruplarımı topluşalaydı konuda cihatçılar, azatçılar ama mevkada bir kişilereydi. Ama şu mevkada bir kim geldi? Zaten İslam ben programla mantısa sen kapının biz diğerlerken olsa bulanın özge buladın bakmak gelmeydi o jankeşlik şekilde ki u yerda bizga bir sharoitga atmaydi. Bu şekilde bir xatarlik vaziyat. Endi bunun sirtida dunyoning har joylarida yashayotgan
ixtisosiyam bo'lib ketgan shunday qarindoshlarimiz albatta bo'lsa tavattu ishida ishonchimiz saqlar asosan mangdu bular unda ketmagan bular penetib yurgan her bir yurak şubasılık Xitay ketgan bu başka iş iddivi itiqadi narsani tutmaydi u yerda Xitoyga qarshi men zaten chiqchiz qisas olaman intiqom olaman shu yo'lda o'lib ketsam shehid bo'laman deb bunday e'tiqod qilganlarmi oz emas mushular umidimiz kuchli. To'g'ri. Bugun Abdurimjon adash seniki kompyutering chaqilmagandan bo'lsa bay Skype'dan biza chatoq chiqdi dedingiz Skype'dan. Bugun ovozing toza normal emas. Ya'ni ba'zida uzilib anlatadi. Uning ustiga bu Umid qarindishimiz tushib qoldi. Bu haliqi bizning bu yerda ko'rilyotdi buchu haliqi internetniki haliqi besimi eg'irlab ketgan o'xshaydi. Masalan biz haliqi nurg'un odamlar uyda ishlayapti emasmi kompyuterda. Shunga haliqi to'g'ri bo'lgan besim bek eg'irlab ketib, to'g'rining surati ostilab ketadigan va ba'zida bakadlar mana umid uzilib qoldi, shunga o'xshash uzilib qolgan ahvolga sizning ovozing hozirgacha hech chatoq chiqib boqmagan. Shu program ishlayotgandan yo'q bugun uzilib qolyotdi, turib yaxshilanib qoldi, turib uzilib qoladi ishlar bo'lyotdi. Hamda bu qassobning masalasi kelganda qarindoshlar bu qassoblar yomon ko'p hozir turli ekranlarga chiqib qassobligini tashviq qilib qo'yotdi, ammo bir erkak ovoz yo'q. Ya'ni yasalma shu o'ziniki naqadar bilimli ekanligini ko'z tutishlar yuziga 3 kilo anglikni surkabla chiqiblar bilmaydigan birini bildigan qilib biladigan narsalarni padazlab xalqning qo'liga yoqmaydigan. Hatto o'tganda bir tarixchi tarixda Uyg'ur davlati bo'lib boqmagan degandek g'ayriy bir bilan so'zlab nurg'un peshvoy edi masalan. Ammo o'shunda alojoq so'zligi tursa, unda qassobning nima lozimi bizga? Masalan, o'shuna yaqinda yog'imi har xil ekranlarda o'sha da'vo sepidagi saqlanayotgan masalalar nimishga ittifoqlasholmaydi bu tashkilotlar. Ya'ni bu ittifoqlashishdagi masalalardan boshqa nazariyaviy jihatdagi masalalar, masalan, yo'linish to'g'rimi, xatomi, nazariyaviy asosiy da'voning yo'linishi, masalan, strategiyasi degandek nuqtalarda zagarlarmi hozir qassob bo'lib shu strategiya so'zlayotgan, tarix so'zlayotgan, siyosat so'zlayotgan, hayotida siyosatdan nimaligini bilmaydigan siyosatchilar so'zlayotgan ahvolat eg'ir. Shunga xalqimiz orasida zerikishlik bor bir xil. Ammo bizga o'xshash gapni ochiq deyish kerak. Haqni haq so'zlaydigan, yolg'onni aralashtirmaydigan, ichidan nima urg'ib chiqayotgan bo'lsa, shuni deydigan, ya'ni tanqidlarni anglashdan qo'rqmaydigan mardona bir ovozlar nihoyatda kamchil. Mushu sabablikmi shu biz masalan shu yaqindan yog'i biz degandek qarindoshlarimiz uyda o'tirib qolib, uyda ishlab jiqaroq vaqtimiz bo'lg'achqa, ekranlarni pat-pat echib turg'achqa bizga bu fursat bo'lyotdi xalqimiz bilan shundoq yuz turani paranglashib fikr almashtiradiganға. Manga kelgan inkaslardan qaraganda xalqimizniki shundoq dadil so'zlaydigan, erkak so'zlaydigan, haqni so'zlaydigan ovozlarga ehtiyoj bor. Shunga men bu ekranda pat-pat echib turyapman, bir mezgil ochmagandim. Bu manga o'xshash haqqa kelganda kallasi ketishdan qo'rqmaydigan qarindoshlarimizni ekranga pat-pat taklif qilib, haqni so'zlayapmiz. Bugun masalan bu urush ehtimolligi va urush bo'lib qolsa, Uyg'urlar qanday qilish kerak, qanday ahvollar yuz berdi degan temadami ozroq to'xtaldik. Bugun afsus Umid qarindishimizdan yana az bo'lmagan gaplar bor edi, mencha tuyuqsiz tushib qoldi bu to'g'ridan. Ben qani bir sinab ko'ray bu nima bormi yo'q to'g'rida.
Ümit bakın neyim oldu bilmedim deydi. Adaş bolsa men qayta bir ulay Abdülhamcan. Bir minutda. Ben qayta ulap bakayım o Ümit degan abinin oğlundan da olamamdı ben qayta ulay. Bu adaş orada bakıya bulmasa ama qayta ulay Ümit oğlundan olunmamda bir köreyli. Eğer olanmay kalsa bizning gaplarimizni asosan berib qolgan Abdurahimjon O'landi. Ümit bormi yo'q? Ümit. Yo'q, Ümit ko'rinmaydi ku. Ko'rinmamda. Ama nimada qarasam aktif turdi bo'lmasa Ümit fine. It called. Nima bo'ldi? Bilmedim üzülüp qoldi debdi. Unda bo'lsa qarindoshlarimiz bugun asosli deydigan gaplarimizmi shu xilli berib qoldi shundoq deyman Abdurahimjon. Chunki bugun asosli shu urush temasida shunaqa munosabatga kerak bir suhbat o'tkazsak bo'lgandek turdi. Nima to'g'risida dedim? Shu bugungi temaga aloqador davomga o'xshash bir suhbat uyushtirsak bo'lgandek turdi. Shundoq. Bundan başka mı mesela şu Abdurahimjon şu dava sepimizdeki saklanayotgan meseleler ve onu hal qilish usullari to'g'risida o'xshamagan ekranlarda har xil sadolar kelyapti. Ammo menga kelgan inkaslarda bizningki bu jihatdagi analizlarimizni ko'z qarashlarimizni anglashni xohlaydigan qarindoshlarimizni aytib ko'pki bu haqda balkim bir emas bir qancha programma qilishimiz mumkin chunki bu bir cho'ng tema. Bizga o'xshash haqni so'zlaydigan erkak so'z qildiganlarga ehtiyoj bor qarindoshlarimizni aytib ko'pga yaqindan shuni his qildim. Shunga uzun qolmaymiz shu haqda ya'ni sen bilan va boshqa do'stlarimiz bilan shu masalan Amerika masalan dedik urush qo'zg'ab qilish ehtimoli bo'layotgan ahvolda Uyg'urlarning ichidagi bizga o'xshash jondan to'ygan hozirli miltiqni basi qo'lga ilib mangalaydigan erkaklar bilan uchrashishga bir nimasi bor, ehtiyoji bor. Mushundaq savdodagilar bilan uchrashib paranglashga ehtiyoji bor. Shunga bu vaqtda shu da'vo sepidagi chet ellardagi shu Uyg'ur da'vosi, Sharq Turkistonliklarning da'vosi haqida sen bilan va boshqa qarindoshlarimiz bilan o'tirib, yana bir narsa suhbat qilamiz pat yaqinda. Bugun 1,5 soatdek bo'ldi programmamizni beribdi. Sen bu charchadan ag'ina aramag'in, rahmat sana. Yani uzun kalmayla ekranda görüşümüz Xudoyim bo'lsa, xayr adash, Allohga omonat emsa. Allohga omonat. Rahmat sana. Qarindoshlar, bugun asli yana ozroq qo'shimcha qiladigan yerlarimiz bordi. Ma bu Umid qarindoshimizniki yana deydiganlar bordi. Bu Amerikada yashag'ashqa, Amerikaning ahvolini yaxshi biladi. Biz bugungi temamiz shu Xitoyni uramdi Amerika degan tema haqida. Yana Umidni so'raydigan yerlarimiz bordi. Afsus bu ag'inimiz to'g'ridan tushib qoldi. Balkim internetdan chataq chiqqan bo'lishi mumkin. Oldimizdagi programmalarda chalqagan yerlarni to'liqlab o'tamiz. Chunki boya degandek inshaalloh ko'pchilik bilan qarindoshlarimiz bilan pat-pat ko'rishib turamiz. Boya tilga olgandek, mau ism Turkiya deganga o'xshash qarindoshlarimiz shu biz e'lon chiqargandan keyin munosabatlik materiallarni ta'minlab, nihoyat qizg'in hamkorlashyapti. Mushunda qarindoshlarımızga ehtiyojimiz bor. Program ko'rayotgan qarindoshlarimizni bizningki bu programmamizni aktiv qo'llab berishi, muhimi qanday shaklda deganda ovoz qo'shishi, savol qo'yishi va o'zining fikrlarini qatnashtirishi orqali programmamizni qo'llab berishni umid qilamiz. Xo'sh, boya qarindoshlarimiz bilan deyishdik. Agar urush portlab qolsa, Amerika qo'lga qurol ola oladigan Xitoyni 40 chapalaydigan erkak Uyg'urlarga, Qozoqlarga, Qirg'izlarga, O'zbeklarga, Sharq Turkistonliklarga ehtiyoj bor. Ammo aramizda yana har xil Xitoydan umidini uzolmaydigan shu Xitoylar bilanlar bizning qaldimizni kesmasa, urug' tuqqanlarimizni so'limib qo'yibsa, yana Xitoy bilan birga yashaymiz deydigan lamzallalarmi bor. Ham bundaqlarning ishida qandaqlar ko'p deganda millat sotadigan, vatanni sotadigan ko'tamikash, maydoni yo'q, xoshamatchi munofiqlarni aytdi. Az emas.
Aşındaqlarning arasida. Endi hammamiz vatanni qattiq sevdik, shundoq qarindoshlar. Bundaqda vatandagi qarindoshlarimiz mana shundoq maydon yo'q ko'tarmikash, munofiqlar to'g'risida nima deydi? Oxirida bu vaqtda vatandagi qarindoshlarimizning yurak so'zini anglaymiz. Andan keyin programmani oxirlashtiramiz. Oxirida deydiganim, qarindoshlarim, vatandoshlarim, hammanglarni Allohga omonat, omon bo'linglar. Assalomu alaykum jamoat. Bu uylantirimda adam yo'q desam, esa mana mushad ekansiz-da, ha? Endi xafa bo'lmay, bizda bir adam o'lsa, 4 adam qo'ydi degan gap bor. Mushu marhumning namoziga bir xafa bo'lmay turib olgan bo'lsanglar, men namozga tushirib bersak. Xo'sh. Bo'ldi, avval olmanglar. Agar tug'inglar kelmasa, o'ltirib bersanglar mayli. O'ltirib tushiribdilar qani, xo'sh. Bu qildi, mojahannim bo'lib ketdi. Marhumning namozini tushiril desak, bu chavoqchilikda bu haqlar. Voy, sillim bilamsiz bu rahmatini? Ha? Gap qildingizmi? Kim dedingizmi? Men tanıştırıp koyayım. Bu yoq mening tag'am bo'ladi. İsmi Munofiq Xon. Bu tag'amning bunda ismlari nayt ko'p. Lekin umumlashgan ismi Mushika. Endi bu tag'am mushu faqatgina ko'z ochib, ta o'lib bu zambilga chiqib olgan arliqda ota ana qarindoshlari uyatib tursin. Hatta birer canlıqmi, nas kerakmi, bir illik yüz bilan qarab bakkan, yoki zig'irchilik yaxshi qilgan inson emas. Ammo nayt katta cho'ng o'tgan odam. Nurg'iyat ishlagan. Masalan, ko'tamichilar jamiyati, taxskaylar jamiyati, g'alvatxorlar jamiyati, pishnixorlar jamiyati, podaxshlar jamiyati degandek jamiyat nurg'iyatida shu bosh muavin bilan ishlagan. Jiqamal tutgan. Ama üstün tutlamış bir yılın aldıda putu basmaz, kulu tutmaz, tili kemmez, tapkını yiyemez, kiyimini giyemez, yurdurup siyemez olup kalıp doktorxan dop kaldı. Endi bu doktorxan yetiş jarayonida bu doktorlarninki yo'qlash haqqi, karvat haqqi, to'sha haqqi, garushka haqqi, xola haqqi, tozliq qog'oz haqqi degandek to'liq haqidan bahramand bo'ldi. Uningdan sirat 5 qatim tekshirish natijasi 5 qilib bechov haqqi. Sestralarning oshqozon og'risa, so'quvchini operatsiya qilgan operatsiya haqqi. O'tki toshni otdiq deb jigani otadigan doktorlarning haqqidan to'liq bahramand bo'lib, tapqan chiqqan mol dunyosini doktorlar to'liq topishib yutib, doktorxonaning karavotida o'lib qoldi. Endi ota-ona urug' tuqqanlari, maliko'lari kechib ketgachga doktorxonada o'zi 1 yil jahondoshlik qilib 3000 kunni ko'ribdi. Mana endi namozga adam yo'q, yerlik qo'laydigan adam yo'q, jinoz ko'taradigan adam yo'q. Ilmi yaxshi guldek nurim baka qo'limni kelishcha yuzib tarab, oddiy bo'lsa ma jinozani yasab, apsini yerga tekizmay ekitib beraman. Qanday qilamiz? Taqiqa bo'pti. Endi u 2 metr yerlikni o'zim yolg'iz ko'lab to'g'icha bu rahmat ustida buzilib qoladimi? Ya bir keynimda turib bir qaquzgun chiqib qo'yami? Bak tutulmasan. Apriyte. Assalamu alaikum. Voy, aleyküm selam. Qara salomat turibsizmi? Yaxshi. Malafka, misolcha. Yaxshi. Turibsizmi bu yerda? Tug'izib qo'ydi. Kim bu? Tag'am tug'izib qo'ydi. Tag'am? Ha.
Bu zembilga chiqib yetyapti bu odam. Ukam, hammamiz yotimiz, lekin ma'adam boshqacha yotdi. Bu qarasam birovda yetibdi, tutqonlarini suzib, shahani o'zira surib. Ukam, o'lib ketdi. O'lib ketdi? Ha. Munofiq kankam emas-ku. Shu. Tamam. Munofiq kankam. Amin. Oxir o'libdi. Edem o'lib ketgan. Hocam. Amin. Ya bu nima qilgani bu? Eshak o'lsa hali kerak. Hajat tutib deb o'lim bo'lasiz qilib o'tsan ku. Ya ma edem hayotida o'lmaydigandek yashagan emasmi shu qo'sh chiqinda ishim kulkirilib bir xil kulinib ketib qoldi. Bo'ldi qila, ukam, bo'ldi qila. Men ukam jamoatni olib kelayman. Ukam, to'lg'an shu jamoat kimmidi? Bo'ldi. Ta'limga sen kelib qolding. O'zim yolg'iz so'rab qilinib ketib qoldim. Xafa ma 5 tushib, yerlik bir apirish bira. Bir mandal qilib bir kun bitilay. Shura, kel akam, kel. Menma? Ha. Varaz oqshom men uyda bir sandiqni shundan bir yutkichimish belim g'arsizlik qildi. Oziq jegilamay yuratim qarang. Men eslab bu o'lim kimmikan? Bas yo'lda biraylar uchrab qilibmish munofiq kankamni uyga yozilgan xat bir narsa qilyapti. Shuni qog'oz ketgan-da. Nima ekan bu? Uxmadim endi o'lib ketgan ekan. Endi ilm birim insof kitoblari bo'lib qolsa shuningga Ha. İnsan vaqtgan. Do'st postur azroq ko'ngil qildimi o'taka? Shu. Acha. Voy. Nima? O'qamdan? Ota onasining musibat telegramasi. Musibat telegramasi? Ota onasining musibat telegramasi dedi. Ota onasi buni ular yaxshi emas-ku. Shu yaxshi bo'lganki o'limiga kelmay endi xatavatdim deyman. O'lgandan ta'sir oldi-da. O'qpaqa. Nimaga ba'dan ilohim bundoq nijis bolani bu ofatni boqqicha baqsamchi bir kalini. El jamoat oldida ko'tiragi beshim yo'q. Ketib olding qavringa, mening to'kari yeshim yo'q. Sana bergan osh tuzni, bersamchi bir yetimga rozi emas, men sana bergan oppoq sutimga. Tuqqanim 6 bola, balam deyman 5ini, nazr qilib jamoatga men bermayman ishini. Voy bu nima nizbatda? Bu ota-onasi o'gaymi-ta? O'gay emas, o'z ota-onasi. Lekin ma rahmati ish topolmasa, bekovo zirkib qolib qolsa, o'g'lisini dadisini onasini chiqib o'ynaydi. Ya Allah, kesbin o'zim uydim xalqimga adam kim bor? Oxirida o'qiyverayman. O'qiyapman. Chiqimchilar jamiyatining ta'ziya telegramasi. Nimchilar? Chiqimchilar jamiyatining. Odam setib yashading, ko'tamichi taqsikash. Yurt maliga opatsan, oxir o'lding, tegi pas. Topolmagan keslingni daham bilan beqimchi, beshing yeding, oqibat ko'tamichi chiqimchi. Yetivag'in xotirjam, sana matam bizga to'y, o'lganiga muborak, so'zlamayli bo'ldi qo'y. Hey. Erim chiqmaydi bu. Unda gap yo'q. Ha? Akila. Bu naqlishlari. Nima dedi mana? Qo'ymichilar jamiyatining musibat telegramasi. Urug' tuqqan ya qo'shna demasdinlar qo'yisan. Amaling ko'p qo'ymichi o'lgan chaqda to'yisan. Kirib ketgan do'zaxqa la'nat sana qo'ymichi, mushkunga qanmasdan bo'lgan bo'lsang yaymichi. To'nimas kishi oldida amaldarman deb ketding, halol bilan haromni ayirmasdan yeb ketding. Ras yegan, madam ras yegan. Ras bek yegan madam. O'stirmi deb yegan, cho'ktirmi deb yegan, appirmi deb yegan, dappirmi deb yegan, o'yvermi deb yegan, yavermi deb yegan. Ish qilib yeydiganlar ya o'sha oymay yegan edim ma. Fikam hey. Ba eski o'sib tag'amchiman ba meniki. Voyjon, endi tag'idan taga yaxshi ammamdan badang deb aka bu aka tag'ingizni maqtab ketmasangiz bo'ladi endi. Voy, mana baqira. Xulum qo'shna ipi mahallarininki musibat telegramasi angliq Qandaqkan? Angliq. Qandaq? Ma yaxshim bormikan tag'amniki? Maka, qara. Azaldilla gipchong lekin o'zi chog'liq Uy ichida gipi o'tmas ayoliga bog'liq Kütemichi podaşlıkta bu dunyoga dağlık Her yan çapsa ayali qilmas ichi tarliq Bixutluk deryasıga g'arq bo'lgan angliq Oqa. Dikkat qilmas kundi bir budu chiqsa uchiga. Nereden aldın demeydi ayaq chiqsa putiga. Zan qo'ymaydi paypaqsiz uchiq qolgan yutiga.
Açığımı kemmeydi çıkıvarsa koçağa, yerim yalıngaç ayalını xotin qiygan anlık er. Esel. İri bar ayal turup sırttan tapar başpana, kizer oynap restoran, aşkhana, mihmanxana, tün nisbide gükreydi işk aldıda santana, işk içip mulayim külüp koyar er yana, hürmetlep şu xotinni suyup koygan anlık er. Okan. Xotin aldım dep koyup sorumaydı halini, sorumaydı hiç kaçan öydi yoku barını, er tapısa üzdün erlik horur cayını, mayıl kılar aşındak başka erler rayını, er küllese öygüller bunu bilgin anlık er. Günah koymaz xotinga izdisen min qazını, aval üzen yandırmay pak söygünün şamını, küllemestin xotinni tizginlemey rayını, bulga verme gururluk erkeklerinin namını, erlik abroy tahtidin çüşüp ketken anlık er. Belki işini izittim ana. Her bir erkek xotinni çokum küllep koygulup, hikmet pagan ecdattan dal mushu ish to'g'riliq. Chektin ochsa hamma ish bo'lur shundoq bo'g'iliq. Azmaydigan inson yo'q, shu o'sha yer turg'iliq. Elvida shu vijdoni o'lab ketgan angliq er. Mana nima ekan? Ha? Munofiqlar jamiyatning musibatligramisi. İbret alili do'stlar, rahmatida gunohlik bizga tushgan medişen poq yeydigan munofiq. İki alem keçirmez bundaklarının işine, hatta isti yemeydi münafıkның güçüne. Her kim öz ecri bilen halal yüzün işine, bundak işler her kaçan yemuşundak beşine. Nima? Malqaram. Haset xorlar cemiyeti, gayvet xorlar cemiyeti, pisli xorlar cemiyeti qatorliq jamiyatlarning birlashib evatgan ko'p qismli chatmi ta'ziya qilg'anmisa. Qismlar? Koreyaning kinosi o'xshaydi. O'qiya. Bunim dedi. Haset xorni bo'lsa edi atqili, ya bo'lmasa palti bilan chapqili. Qanday qilay amalimiz yo'q do'stlarim. Buni degan tillab qo'sha qilfatqili. Pisli xorlar uxlamasdan hamisha taqchidi boshqalarga pisni, el ishida pisni fasad taqitib, ta o'lgicha tizdin oshmas ishdini. Bu kişilerden rencimangli dostlarım, bundaklarının sapası yok, sığanı yok, kanunu yok, ya ularga düşküdek, şuna boğaç halkımızın hali yok. Nima qilimiz vicdan bilan yaşamay, bundaklarga doktordim amal yok, depti. Ekila. Rasul qotamsi yalğanma. Rasul qotma mana, bal. Endi to'xta. Mana ayol yaxshi gap qildi aqchan. Ayoliniki musibatligramisi deydi. Turqun ergi o'qishda erkekmikin deptimen, bir ailede düşelmey tuzda ammo yeptimen. Er kishi erdek bo'lmasa ayol yüzü yerken, anlağını ey halayık ayolni buzgan erken. Halal haram demestin julup algandın, tutulganın ben mi hoş şıqlap koydum yalgandın. Senin kılgan işinden kötürerge yüzüm yok, hatırcam boldum emdi mening başka sözüm yok. Sendek ergi tegmisem iri yokken demiti, karın yok diyeyim ben bilen sen mi ertin rahmeti. Ahir tügüde ma hikayeler, ahir ma jürkümlük dertli tügüde. Bu ataqlıq yetpəgiçimiz toğruluq hikayeler gelecekken. Ne? Bu dünya tapkan tükünün aşı okşaydı. Fikram, Bekle. Muş konulda, muş kız hamın doğraydı. Oğul tağın doğraydı dedi. Juqып kalmaz mı kesile bana juqып kalmaz he? Juqsımı juqa hem de kan bir oğan eke. Juqa mı? Udas kan takılmaz. Toqta. Bana juqsып olmaydı. Kaç. Çıkıyordu şermendi güdür yasladı güdür. Kaç. Mendilmiş kıptan kaç. Yüzde çık müzik kaç. Tulkudan uyugu var kaç. Dalgızlar akla eskirmen var kaç. Konusunu koyma kaç. Menimce siz bir jüyünü ötün. Siz bir jüyünü ötün siz. Siz naqlay bu? Biz sanağı şutayım ya. Sanağı şutayım, boz oqtuytun özünüzle. Biz oqtuytayım ha? Özünüz oqtuytun. Küçüp kalmışsın ha? Juqmısan bu yana. Toqta Afgan. Afgan? Voy. Birinin pıraysı var. Vay men emas, ma tağınız pıradı da. Köyde söylep jürüyez turmam teki var. Voy. Afgan.
Andak olmaptı. Sen işte adam dışa ay apırıp dal kılıp bir kim bitile buzulup kalmışsın. Sen muş afetli de bir işki bitirip tüprakını ısırıp kılamız ben de. Qanday qilamiz kamimda? Onun üstüge bunu kömep koysak işte söylep çıkıp bunu göğüşü yivetse meğeldeki jutki bütün işte muşunday koyup kesse andan. Oy ras bo'lmaydi kefkam. Bu iştimi biz iştigen bilen ummun nait iştipak yaxshi ayvancho bu. Birisi bizni g'ajimaydi, ko'limaydi, chaqmaydi. To'g'ri. Hamda bunun boşunu yap, hem işli buzulup ketsa, yo'q bo'lmaydi ki işli buzmaydi, kefkam, işli buzmaydi. Başka mal topila. Ben kallamga yeni bir iş geldi ka. Diye. Bun aş igez bir dön taqqışqa, çöl jezerga apırıp taqtiradın taşıvetli qaquzunu yem bolsun ço. Kam, nima qilsa qag'ini buzib, ha? O qag'i bor ku, o'zi qop-qora bo'lgan bilan ko'ngli oppoq shu, ha? Ma ko'dilda qag'ining ko'zini cho'qimaydi degan gap bor. Endi bu marhumning go'shtida uni yeb bismasa ko'zini cho'qib qo'yish qanday qilamiz, ha? Voyjon. Endi shunda qillar, adam jiq o'tgan yo'ldan bizga chiqib cho'rvetlar shu o'tgan ketganlar kömüte. Kam. Qanday qilmoqchisan? Nima niyating bor kam, ha? Shu kömbesin deyman da. Adam jiq o'tirgan yo'lga qo'yib qo'ysan, ha? Bunun kesli aş adamning hammasini yuqib ketsa, bu ish hammadan mushundek deb bo'lib ketsa, qanday qilamiz? Endi bizda bunda odamni azmovka, bo'ldi qilni. Ojo, qanday qilamiz? Qanday qilsak ular? Buni bir amal topsa qolmaydi. Menimcha bo'ldi. Meni yarım qo'yni qambaydiga o'xshaydi. Eng yaxshisi o'zimning yo'lini o'zim topay. Aka. Bu bo'ldi? Bu tağımız öldü dedimiz on tırnıp gitti ya bu. Kam, ilim obdan yetmedi. Maget namız edemez. İşek bu kubuduk kam. Durun kıyğaları tövbe kılıp, numus kılıp kopap gitti. Hem de ölgenden keyin numus kılmanın paysaka ölep boğan su var. Hey, hem de gülen üzemdik ya. Muş ünedik çalıp kaptı mı? Ünet çalıp kaptı mı? Üstüne bağlaptık ya muş kopap gitti besma. Gel, ma bu kimsine başını takat mısın? Bana kaç bir kere kılıydı. Bana kılını. Ha tuttukam. Sen bak o. Eke. Hazır ciddi ver ya. İşlemizden bir tövde eke. Yergini çoğu korkulap küm bitimiz. Bu da. Yaxşı adam tutup maktap alıp uçtumay küm bitim. Şunda kaydı var. O yaxşı adam demesek onun hayatını kıysak dolmaydı da. Ölgendeki yaxşı dem koymayız. Makul. Ha ras makil. Ma tağızdan tuyuksuz koppaldan kuyup akken kömep koysak yeni kubap gitmez. Bak aman bak. İşlemizde bak o. Çoğu yolu top. Yerim tek kusuk ketip. Boyundu bağlap kümep. Tütünü asmanka beşini yekilip küm bitimiz kalmayı. Yaşa kayacağım adıkım çıktı. Vay.